Assalamu alaykum dünyanın har qaysi yaşatgan muhtaram vatandaşlar. Hammanglar Allah'ın salamı rahmeti bolsun. Hidayet ekran hoş geldiniz. Bugün diqqatingizga bir qancha haftadan beri hammalarning uyqusini bozgan, aramini bozgan, her bilamin o'zining ko'z qarashida, o'zining do'qmushi, tutadigan, biladigan, ko'radigan tarafida o'zini isbotlashga urinishdek bir qizg'inlik, bahs, munozara sabab bo'lgan indigenous people haqidagi suhbatning davomi bo'ldi. Albatta hammalarniki en ahırkı noktası bunun zaten kanuni asası. Yani bizden müstakilliğimizde bo'lgan taqşir gayri nerede degan yokmuş kelgende hemmeyle yana diqqatimizni dilarga merkezleştirdik. Çünkü mesela topla atkan kişi bu. Bugün yana delil ispatlar bilan o'zining fikrlarini bayon qilmoqchi. Har qachon yani başka delil ispatı va qarindoshlar o'qib qolsa albatta qarshi olamiz, lekin suhbatni to'liq ko'rish sharti bilan. Ekranımızda Dilyar Efendi. Selamünaleyküm Dilyar Efendi, hoş geldiniz. Aleykümselam Ahmetcan, hoş vaktiniz hayırlı olsun. Barlık ekran aldığındaki görülmen Şərq Türkistanlıq qeyrimdaşlarının ve Aslan'daki indigenous people'larının şu vakti hayırlı olsun. Allah hayırlı kıla. Bu oğlan Osman Efendim ahlak hakkında terbiye kılganlarınki xainlikning oldida axloqning chegarasini atlab chiqib ketishning bir xil qahramonlik bo'lganligini isbotlab bir hikoya nima leksiya so'zlabdi ekan. Balkim shuning bir yana bir variant bo'lishi mumkin. Bu siz gaplaringiz bo'lib buni yana apokaliptli juritingiz tufayli. Xo'sh, undaqda necha vaqt yog'i bizni avar qilayotgan bir qancha yattining yog'i hammalarni o'ng so'l qilib bir masalaga ustida to'xtalyapmiz. Ben gap uzatmay kagayatni davom qildi. Yani bayatni degandek qalti kelib, eng oxirida buning qonuniy huquqi, yani bu indigenous peoples nima bo'pti degan yer keldi. Mushu bo's nima bo'lganligi haqida sizning ko'zishingizni anglaydi. Rahmat. Buldu. Emse men bir slide tayyorlab geldim. Aşını bir nima qilsangiz, oldi bilan şu aldıq xitimlik programıdan kim bir haftanın yağı bir yerde düşken inkaslarga qaraş. Şu inka bazı bir iddialar var. Yani bu nas çıqqandan keyin bulup mu Dünya Uyghur Qurultayıdan reklam o'xshamaydigan yakpaylar bir-birisi o'zining puti o'zi dastagandek yakpay narsalar chiqib ketdi, yakpay gaplar. Shuning uchun bular bir javob shaklida mangash. Shu indigenous people bo'lsak nima bo'ldi degan yerga savol-javob shaklida men tushgan iddaolarning hammasini yig'dim. Shuningga javob shaklida menib ashani bir ochayli, ya'ni indigenous people bo'lsak nima bo'ldi to'g'risida. Shunga birinchi betni açsanız. Yani bugün birincisi aldığım programdan keyin kelgan inkaslar yoki javoblar degandek. İkincisi mustaqilligimizning to'silishi. Üçüncüsü qanday qilamiz. Agar mustaqilligimiz to'siladigan bo'sh bu yakap bo'lgan bo'lsa, endi qanday qilamiz deganga javob izlaymiz. Shunga birincisi oldingi qitimliq programmalardan keyin kelgan inkaslarga bir qarab chiqaylik. Keyingi bet görseniz. Endi bet. Birinci inkas nima deganda buningga Rabia Qadir qo'l qo'ygan. Ya'ni Dünya Uyghur Qurultayı qo'l qo'yganmi? Birisi qo'l qo'yganmi bu savol. Endi men bu yerga udulni yozdim. Bu Rabia Qadir qo'l qo'ygan degan Erkin Ekrem efendim topgan yolg'on gap. Bu yerda çünkü ben bunu ilk kendinden dep bilmem, qanday tepilmini, ben onu qanday bilmaydigan nuqtalarni oxirisida so'zishimiz. Bu yerda maqsad diqqatni burash. Masalan, bunda bir narsa borchi, siyosatda bir taktik var. Agarda siz qarshi tarafning oladiganidan oltin ishkanligini bilib qolsangiz, oltinni talash-talish qilmaysiz. Ko'maning jidini aytasiz. Bunlar karşı taraf köməyə mərkəzləşib qalıdı. Kömənin ciddilik sual-cavabqa altın unutulub qalıdı. Sünni cidəldən birini, sünni nimdən birini çıxırsınız da diqqətini başqa yoqqa buruyuş üçün. Heç kim Rabia Qadir qo'l qo'ydi demidi.
Ben mi ekranda undak demedim. Hiç kim birisi kol koydu demedi. Ben çıkıp cevap veripti. Dünya Uygur Kurultayı bundan nersiga kol koymadı. Ömer Kanat efendim mi kol koyman nersini bilmeymen dedi. Biz silahını kol koydu demedi o. Çünkü bu işin fitratıda, bu işin kaidesinde kol koyuş deydiğin nersi yok. Şu çıkarıp koygan resimni yakın ekelsiniz astsıza koygan yani. Şu astsıza üstüden başlasınız. Yani aşını İngiliz bilallah köz oldu. Bu işte Mehmetcan ya Sehmetcan kol koydu degan şart yok, degan talep yok. Bu işte bir halk özünü özü indigenous people deb ko'rsatdi. Self identification degan narsa var. Özünü özü biz indigenous people deb özünü özü shunda isbotlash kerak deydi. Yani özünü öz shunda ko'rsatish kerak deydi. Indigenous people bo'lishning sharti özünü özü isbotlash, andaki shu isbot bilan UN'ga iltimos sunish va shuning yig'inlariga qatnashish. Shuning uchun bununla birisi kol koygan iş yok. Ben kol koymadım, kol koygan nersi yok. Rabia Kadir kol koydu degan yaman gaplar bilan bu işni başka yoqqa burashqa bo'lmaydi. Rabia Kadir xonimning davrida self identification, yani özünü indigenous people qilish boshlandi. Yani Rabia Kadir xonimga hech munosabati yo'q emas. Boshlandi shu vaqtda. Shu vaqtda bo'ldi va Dolqin Isa efendim hozirgacha davomlashtiryapti. Bu yerga qo'l qo'yganmidi, qo'l qo'ygan narsa bormi? Ya bular qo'l qo'ydigan bular bu Yakan Saidiya xalqining xonishi yo bir shahzodasi emas, bularning imzosini hech qanday kuchi yo'q. Bu yimi Uyg'urlarga vakillik qilamiz degan iddia bilan kirib, o'zini o'zi identify qildimi? O'zini o'zi biz Uyg'urlar indigenous deydimi? Qonunda aniq yozilib qarang, o'zini o'zi isbotlash kerak deydi. Boshqa ba'zilar deydi, hech kim bizni indigenous people qilib qo'yolmaydi. Eğer Orkun Uygur devletinin kağanı bulup başta degen bolsa maşallah da yani işimiz onunla kağanımız dedi hiç kaysın koyanmaysa degen bolap. Ama bugünkü dünyada 21. asırda BDT'nin o kanunu var ki ve halklar özünü özü kıp koyalaydı ki. Ve özünü özü kıp koyuptu. Hem de self identification kıldık mı? Yani imza dese yaptığın buruma deyimiz. İmza koyduk koymadık diye yağın yapma. Yapını buruma sual şu. Özünü yani Uygurlarını indigenous people deb dokulatlı yazdın mı yazmadın mı? Self identify kıldın mı kılmadın? Dolkun hesapendim soru atmak sualımız bu. İmza koydun mu deb sormadık. Self identify kıldın mı? Özün kıldın mı kılmadın mı? Bu şeyge hem de Ahmetcan sizge bir link ettim. Uygur İnsan Hakları Project'inin torbitini. Aşıratını bir iç bergen bolsanız halkımızga Dolkun İsa efendim imza koyup koş tırnakmışçılık koyuptu mu koymaptı mı kösteyle. Aslı içerisinde bana Uygur kişilik o. Mavu neminin ki Dünya Uygur Kurultayı'nın bitti bana. Mavu bu Dünya Uygur Kurultayı'nın bitti. Karanlık yerindaşlar bu report Dünya Uygur Kurultayı'nın bitti de mi? Özleri unutup kaldı bula özünün bitti de bağlıkını. Aldı bilen Uygur İnsan Hakları Project'i Uygur Kişilik Hukuk Project'i yazdı bunu. Mana mavu Dünya Uygur Kurultayı'nın aşı reportta iyi çıkıp bizning report bu deb özünü özü identify qilgan nimasi mavu bitti. Aşını üstüne çıkarsanız qarindoshlar aşı ayada 2009 izleydigan immediate release'da contact detailsi aloqa uçuruğa Dünya Uygur Kurultayı özünü berdi. Bu narsa oldida Uygur Kişilik Hukuk Project'da chiqdi. Dünya Uygur Kurultayı'nın bitidimi bor. Yani bu asli o'xshash. Üstü kötərsiniz Dünya Uygur Kurultayı'nın bitiş geldiğini körsün. Linkini asla evet koysanız qarindoshlar biz baxsa buludu. Yani aşı Uygur Tribunal üstü çıkarsınız World Uygur Kongresi yapar. Yok en üstü de şu görünse.
menimcha qarindoshlar ko'radi. Ya'ni Dolqin Isa apandim imzo kerak emas. Dünya Uyghur Qurultayı'nın tor bitiga qarsanglar ko'rusizlar, self identify qildinglarmi, qilmadinglarmi? Bu de o'zinglar biz indigenous people degan narsa o'zinglarning to'rida turdi. Unutib qolgan bo'lsanglar, saminglarga sab qo'yaylik. Endi shu bizning presentation qaysimiz? Ya'ni biz hech kimning imzosi kerak emas qarindoshlar, bu ishda imzo qo'ydi, qo'ymadi degan qo'ysoydigan qassobni nonning qiymiga tayyorlab qildingmi degandek aloqasi yo'q ekan. Bu yerda qo'l qo'yish deydigan narsa yo'q. O'zini o'zi biz indigenous people deb o'zini o'zi ko'z tutish kerak, o'zini o'zi ashta deb tonish kerak. Buni qilib bo'ldi. O doklad Uyg'ur kishilik huquq projektida o'tib, Dunyo Uyg'ur Qurultayı'mı tor betidimi bor. Shunga izlasanlar topalasizlar qarindoshlar. Endi anda imzo qo'yibdimi, qo'ymabdimi degandek diqqat buraydigan gaplarga gapga qaytib kelaylik deb javob berish kerak. O diqqat buraydigan narsa xolos. Chunki BDT'ning talabidimi, qonunning talabidimi birisi imzo qo'yish kerak degan gap yo'q. Faqat xalq o'zini ashta deb tonish kerak. Yani bir doklad ashunda narsa yezilishi bor. Uni qilib yana qilib bo'ldik. Shunga imzoga gapni burmanglar demoqchi. Keyingi betga o'tsak, endi bu ish chiqqandan keyin men haqiqatan hayron qoldim. Bizning Uyg'urlarda indigenous people mutaxassislar haqiqatan nima degan ko'p biz bilmabdi ekanmiz. Biz indigenous people'ni tadqiq qilayotgan kasbiy bunday mutaxassislarni jihatlarini bilgan bo'lsam, ekranga men chiqmay shularni chiqib so'ragan bo'lardim-ki, savol javob qilib. Endi ma'vu bizning mutaxassislarimizdan Dabshaq Vali. Bu yerdan kelgan inkaslarga bir javob qaytarib o'tayoldi-da. Mesela aşını yıkıllasanız, aşı resimlerini, aşı yazışkan xatlarni, mesela bu bizning mutaxassisimiz Dabshaq Valiga Qudrat ismli bireylar deydi. Vallahi men siz indigenous odamlarni ko'p uchratmabsiz, buni bilmayotgansiz, ya'ni bu bundan narsa emas degan shaklda tushundirish kitirishdi. Aslida tushunsangiz, bizning Dabshaq Vali uningga misollarni berishga boshlaydi. So'zga mundaq qaraysa, so'zga mundaq qilsa, so'zning ma'nosi mundaq. Bu yerda talash tortish bo'ldi ekanda, aslida qarasangiz bir so'zning ko'p xil ma'nosi bor degandek. Shunga o'ng tarafga ustiga o'tsangiz, o'ng tarafga shuning davomi bor. Ya'ni bizning Dabshaq Vali 2009-yili nihoyat buyuk asardan birini yozganligini aytdi, bu yerlik xalq to'g'risida. Endi uni ostiga qarasangiz, Qudrat degan bolaning nimasi inkasi bir qari yumor endi. Qarang, to'g'ri deysizmi halda, men 10 necha yilni yoki mushu indigenous bilan yillar billa o'qib, billa ishlab, o'zimning indigenous ekanligini bilmay yuribdim-a. Balduroq izlangan bo'lsam, bekaga o'qib hukumatning eng yaxshi siyosatlaridan bahramand bo'lardim. Ya'ni bu Qudrat degan bola Avstraliya turvatqili 12-13 yil bo'lgan bola. Bu yerda bir universitetni bitirib ishlayotgan bola-da, bir xizmat qilayotgan. Indigenous people'ning nimaligidan Dabshaq Vali dars berdi, ya'ni indigenous people'larni billa o'qib, billa ishlab, bir maktabda billa yurgan bolalarga bizning Dabshaq Vali dars berdi. Shuni ostiga yozib qo'ydim. Bizning Dabshaq Vali Cristiano Ronaldo kelsa futboldan dars berdi-ku. Yani hammani bildigan mundaq narsa. Mundaq ko'p qisliq hamma narsani bildigan olimimiz bu. Shuni gapirishga, javob qaytarishga biz ojiz kelamiz ham Dabshaq Valiga. Endi ustiga bir narsani yozib qo'ydim. Uyg'urchada nima desangiz-da, o'zingizning tilida nima desangiz-da, inglizcha. Chunki xalqaro qonun İngilizce ve Fransızca işleydi. Bugünkü dünyada xalqaro qonunlar Fransızca ya İngilizce yazıldı. Bütün başka xalqlar, bütün başka uluslar özünün tiliga şunu maslaştırışga tirişidi. Herkesmi mening tilimda yerlik xalqda şunu indigenous people'ga yeni bir mening tilimga tushadigan ma'no yuklayman deyolmaysiz. Buni menda tushundiray. Indigenous people'ni xohlasangiz yerlik xalqdan
Xalısınız yerlik milletdən, xalısınız Sultan Polo'dan, xalısınız Bestik Kebap'tan, xalısınız Lağmen Şahi'den. Hiç önemi yok, hiç mühim emas. Çünkü xalqaro qonun inglizce, fransuzca işleydi. Şunun üçün ya bunu biz Bestik Kebap deb tərcüm qılımız, 5 dal zıqınmandı, göşünmandı deb dalaşdan çıxsınız. Özünüzdən vaxtını israflaşdın, başqa nərsəmiz. Çünkü İngilizce'de indigenous people'nın nimeligi. Ben size bir video əvətkendim, şunu bir koyup bəygən bulsunuz. Bu video YouTube'nun linkini əvətkendim. Ya bu emas, aldı da YouTube'dan əvətken linkini deyim. Ekranınızı öçürüp tutmuşsunuz olan ki. YouTube'nun linkini əvətdim. Ben size tünügüm var, bana koysanız bulduğu dedim bu. Yani indigenous people'nın neymiş geldiğini halkımızga, yani Uygur tılıda bu yerlik halk, bu yerlik millet degan narsaga hiç nimi yok. Söz oyunu oynaşka hiç gerek yok. YouTube'daki videonu tapdınız mı? Tünüge evetken Avustralya Aboriginal deganni. Tapamagan mısınız mayli? Ötüp ketiniz. Keyin kelsek buldu. Ovozi bo'lsa yaxshi. Mana. Eğer ovoz bo'lmasin mayli, buni xalqimiz bir ko'rsin oldida. Oldu mu? Aşıncı köz oldu. Yani indigenous people degan mana mushundaqlar narsa qarindoshlar. Gapni u yoqqa, bu yoqqa burab, o'ttirga, o'ngga, so'ngga tortishimizdan hech hojat yo'q. Endi bu yerga shu og'zingni yuma yoki boshqa gapni qilyapsiz bo'ladi endi-chu. Shuning uchun gap bu yerda tugaydi. Indigenous people degan inglizchada bu. Agarda uni uyg'urchada yerlik xalq, yerlik millat yoki 5 vaqtga 5 kebab, 5 vaqt namoz nima desangiz-da, u haqiqatni o'zgartirmaydi. Dünya, İngilizce ve Fransızca sözleşilen dünya aşını tanıydı. Abi yakın. Şunun için Uygur milletini biz yerlik tıkay, emes tıkay, kalık tıkay, millet tıkay deyip bu dapşakvalidek adam aldaşının ağaçtı yok. Demek ki ben hem de budakı inkaslar düşeyli kendideki bir yerde deydi ki yani bizden yeni bir mütehassisimiz var Hollandiya'da Asya Uygur deyip Onundan kelgan bir qancha inkaslar var. Onun ben cevap berib o'tay. Birincisi Sharq Timurning xalqining 70%dan 80%dan 1978'de indigenous people imiş. Ve bu yerda davlat qurilibdi imiş. Qarang, qonunning keyniga qaytmaslik deydigan bir nimasi var, bir qoidasi var. Bunu bilinglar. Masalan, bugun Hollandiyada tamaki çekiş çeklense, insanların tamaki çekişini bugün çeklese, tünügün tamaki çekken adamlarını cezalayamayısınız. Bugünden başlayıp tamaki çekken adamını cezalayamayısınız. Bu adli bir kaide. 1978 onun aldıda 1960'dan keyinki müstakil bo'lgan davlatlar yoki müstakil bo'lgan uluslar yoki xalqlar
Ama 1960 yılda çıkarılgan decolonization kanunu boyunca müstakil buldu. Nurulgan devletler. Ama 2007 yılı bu kanun çıkandan keyin ma hazır sizlar qabul qilib biz bir partisi degan qonun chiqqandan keyin oldidagilarni bu o'rnini bosudi. 2007 yılı chiqqan qonunga a'zo bo'lib kirgan bo'lsanglar, endi 2007 yılı mushu qonun chiqqandan keyin o'z taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lgan yerlik xalqlarni sanashsanglar to'g'ri bo'ladi. Chunki tamaki cheklaydigan, tamaki chekishni cheklaydigan qonun chiqdi. Endi tunugünki gapni qilmaysiz, mush qonundan keyingi gapni qilsiz. Uningdan burun masalan 1945 da Ikkinchi dunyo urushidan keyin BDT qurilgan vaqtidami va uningdan keyinmi bu decolonization vaqtlarida nurg'unlagan shartga to'shmaydigan xalqlarni zo'mzu mustaqil qilib qo'ygan to'g'ri. Biz shuni, ya'ni bizning maydonimiz shu. Shu decolonization qonuniga tushirib da'vo qilish kerak deb men qancha qitim da'vatman ekranlarda. Bu bir shu decolonization qonunini chin tutish kerak. Chunki bu yer bir occupied nation bo'lib, ishg'ol qilingan bir nation bo'lib, buni hozir Xitoy koloniya tarafga o'rishga boshladi deb sizning ekraningizda jiq dedik. Shuning uchun amaliyotda bizning da'vat qilimiz ma'vu 2007 yildagi qonun emas, bu decolonization qonuniga a'zo bo'lib kirib, shu yerni ko'tarib chiqish kerak degan u bizning maydonimiz. Ama 2007 yılda sen bununla a'zo bo'lib kirgan bo'lsan, bundan keyin mushu 2007 yildagi mushu conventiondan ya declarationdan ichida harakat qilishga majbur qilasiz. Shuning uchun qonunning keyniga yanmaslik degan narsani 2007dan tortib mayqa so'zlashinglardi. Chunki 1960 yildagi decolonization to'g'ri qonunlarga yozmabsizlar o dokladni. 2007ga yozibsizlar. Onun ki ikincisi Xitaylar bizden yerli xalq bo'lishimizga qarshimish. Bu Abay bir şey degan Rabia Qadir imzo qo'ymadi degandek oltinni tashlab qo'yib ko'maning jidliga selish taktikasi. Yani biz indigenous people desak Xitoy yaxshilar emas desa biz ashada qolamiz jidalda. Asli az zamin davlat degan narsa unutilib ketadi. Bu dabiyamqi imza qo'ygan adam yo'q desa, ba desa, yo'q desa, jidal ayar qolsa, o'zini o'zi indigenous people deb shariydigan narsa yo'qolib ketadi degandekli ishchu. Shuning uchun bu bir diqqat burash, boshqa yoqqa akitadigan narsa bu, diqqatni. Xitoyning bizga sizlar indigenous people emas desa, biz emas deb sunniy jidal chiqarib, zaminning jidalini unuttirib o'tish. Bunlar oddiy narsalar bu amaliyot siyosatda. Erkin Ekrem efendim imzanın gipini çıkarıp Dünya Uygur Kurultayı'nın özünün torbetideki dokladını unutuldurub etkendeki işler. Hem de Kazaklar ile Mongollar indigenous people'miş. Maşallah. Yani bir torbet şu karanglar. Meyada mesele şu. Bizning berivatkan menbelerimizge karanglar. Biz menbeni Princeton Üniversiteti'den berdik. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özünün torbetlerinden bir vaktimiz, Dünya Uygur Kurultayı'nın özünün torbetinden bir vaktimiz, Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun özünün torbetinden bir vaktimiz. Birinci kol, neslerini bir vaktimiz. Ama nurgulluğanlığı mütehassislerimiz bizden Asya Uygur Dabşakbeli'deki mütehassis. Hazır Amerika'da yeni bir koşuldu. Hem temaga şu şakal Wikipedia'nı içipler birinci kögen makalesini çaplap bilemelligini çıkardıgan şu. İşler onda işlenmeydi. Ama bu Dabşak Veli'yle Asya Uygur'a ben bir tip vereceğim. Mesela bir azar setleşmesi için bir yardım kılaysılar. Üniversitelerde ben bilinler. Üniversitelerde yazgan makalelerge Wikipedia'dan bir tal menbe besanlar şu an nöl alışlar. Wikipedia'nı üniversiteler ehlet deb taşıyordu. Hiç qaysi e'tirof qilmaydi. Shuning uchun Wikipedia chiqmaysiz qarshi taraf universitetlarning, UNning asli manbai oldinga chiqayotganlarning oldiga kalvadek Wikipedia chiqmaysiz boshlang'ichning balasidek. Shunga
Şu bir yerden resimden bizni kesip de nereden tapkanmışsa Mongollar bilen Kazaklar mı nimiken bu yerli halıkken bu dedi. Ey ulanın yerli halı buluş için Kazaklar ve Mongolların yazgan self identification taptanlar mı var sizlerdeki yazgan dokulatını biz yerli halıkta. Bir de sunulan dokulatı var mı? Eğer yok olsa torbettin bir yerden tipi algan bir parça resim bilen sarangdaki sözlemesler yanındaşlar. Bu ikinci mütehassisimiz. Bu da takip etmezseniz üçüncü mütehassisimizi görseniz. Yine üçüncü mütehassisimiz bu. Birincisi Mehmet Tohtayan üçüncü mütehassisimiz. Bu Mehmet Tohta efendim dedi ki şu günü jığın günü diyen gepini mi? Indigenous people'la doğukta talaş tartış kılınıp bakmadı dedi. Değişikler Dokun İsa efendim ameliyatı jığın ve biz jığını katlaşıyoruz yeni katlaşımız değil. Ondan sonra Mehmet Tohta efendim indigenous people doktu talaş tartış kılınmamışsa abay kösetken ne çok yer köstüvatkan. Uygur kişilik hukuk kuruluşunun yazgan dokulatını Dünya Uygur Kurultayı'nın torbetini bağ tuğan aşı dokulatını kim yazdı? Ben yazdım mı? Bir kim sundu onu? Ben sundum mu? Jığını kim katlaşıyordu? Ben katlaşıyordum değil mi? Talaşlar çıkılınıp bakmagan bolsa, sizler hiç qanday haberin yok olsa, Dünya Uygur Kurultayı'nın torbetini bağ dokulat. Üzerlerine haberi unutup kaldınlar. Ama ben unutup kalmadım, ben tapımım. Hatta ki şu Uygur Kişilik Hukuk Projekti'nin torbetini berip koysak, ben miyerken go desek, unundaki ücretlerini almıştırıp bir neslen kıvetti bular. Ama Dünya Uygur Kurultayı'nın torbetini demigen top, bir şeyini kandak kıldığı gap kılmasa, onu unutup kaptı. Dünya Uygur Kurultayı'nın torbetini içip, körpekimle kayrandaşlar, ABM kıldıkta, abay kösetken, ya ki Google'ı izanlar, Dünya Uygur Kurultayı, UN Declaration, Uygur Indigenous World Uygur Congress'ını koşu versenler çıkıyordu zaten. Üzünün torbetini bağlamını unutup kaldırdılar. Anladın Mehmet Tohta efendim dedi, indigenous people have the right to be free dep çıktı aşidimide jığında. Dese onunla bir tokay kötemiciler çavak çipçürüydü para kadar. Çavak sual sorgan adamını bisiş. Ya sen nimiş ki bunda sual soraysa bu jığında dep çavakları bilen anınga kartta böyle nimi köstüptü de o yerde ağzını jum degen şekilde bisipti sual sorgan. Hem de bir vekil dep saylanga adam unchilik sualını soruyormasa hem de nim deymiz. Yani ben bununla bir yazmamı yazıp koydum. Eğer de bir halkın müstakil devlet kuruş hukuku bağ ise bunu manda işbadlaydı. They have the right to form a sovereign state, yani independent state deydi. State degen gapni kömey turup müstakil devlet kuruş hukuku bağga demeysiz kanunda. They have the right to be free and independent degen iki xil oldu. Birisi müstakil insan buluş terpik edici, müstakil ve erkin buluş diyen kanunun atıldı manda oldu. Ya 18 yaştan aşkan balalarını ata-anasından karar verişinden kutulup, özü karar verdiğin müstakil balı oldu. Ya kumsa burun kul kılıngan halklar olsa, ya ki deyle bir yerde tutulgan halklar olsa, ular müstakil insan buludu diyen şekil aşında yazıldı independent and free ademlerge kartı. Eğer müstakil devlet kuruş hukuku var ise çokum manikörsüz sovereign state ya ki independent state. Kanunda state degen nersi kemmey durup hatta sovereign degen xat bilen birlik kemmey durup bu yerde devletin hiç kadar mana çıkaramazsınız. O şinçilik nersini bilmemsizdir. Dünya Uygur Kurultayı'nın kanuni meslahati subjektilip de bu kayıtı maşallah. Anadaki Uygurlar dünya Şarkı Türkistan'ın yerli halkı bulmayı deme degen gapni ma'lumdoq Mehmet Tohtadan. Bundan 7,5 milyar halk nenin yerli halkı? 7,5 milyar. Dünyada 8 milyar adam bazı 3 milyon 370 milyonu yerlikye 7,5 milyar adam demiş ki yerlik emas. Fransızlar demiş ki Fransa'ya yerlik halk emas. 1 milyar 200 milyon Hindistanlık demiş ki Hindistan'a yerlik emas. Çünkü indigenous people degen biz bir şey yerlik olmay nime de kutuluğulu bulduğun nerse emas. Ya da bir harlık var, bir horluk var ve
colonization var, insanların hayvan örnek körülüşü var ve bugünkü nimede müstakillik hukukunun yokluğunu kirdi onun için. Şunun için Hindistanlıklarmı yerli halk emas. Şu anda Uygurlar Şarkı Türkistan'ın yerli halkı degan gaplarla adam aldıyamaysınlar, tamam? Biz indigenous people emas. Şu anda bu da akıbet görürsünüz. Mana, yani bu üç mutaxassisga aziz qarindoshlarım berdigan cevap şu. Indigenous people sizlarning dadanglar deymiz, o'tkitimiz. Çünkü gapni uzatishga bo'lmaydi. Gapni u yoqdan bu yoqqa suyini chiqarib o'ynashga fursat bersak bo'lmaydi qarindoshlar. Shunga hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zi javob berolmagachga, javob beradigan odamlar keyniga o'tib elib, shu rap-raplarni oldiga tashlab qo'ydi-chu. Nada sarangdek bugun onu des, ertesi bunu deb o'zi bilmaydigan narsalarni sarangdek so'zlab yuruydi bular. Bular beradigan javob indigenous people sizlarning dadanglar, biz emas. Endi chiqadigan haqiqiy odam kim? Mesela meni İstiklal Televiziyasi munozara qilsangiz deydi. Men kim bilan munozara qilaman? Mushu rap-raplar bilan men. Yoki bo'lmasa, shuni yozgan Ömer Qanat, Rabia Qodir, Olim Seyitov, To'lqin Iso bilan qilamdimi? Bu to'rt bilan munozara qilmaymiz, hamda bu to'rtini chiqib so'roq qilish kerak. Nimishga yozding ma'ni deb. Ammo biz munozara qilsak, buning qonuniy tarafini tushuntiradigan, so'zlashadigan ish bo'lsa, Uyg'urlarning bir advokati bor-ku. Bizim advokatımız Uygurlarning. Uygurlarning advokatining maydonga chiqadigan yeri mushu. Mishadi chiqadi maydonga. Mishadi chiqib, tushuntirdi xalqaro qonunda manda deb. Shuning uchun mening agar munozara qilib xalqaro qonunni ichishadigan ish bo'lsa, Uygurlarning advokati chiqsin, yoki bo'lmasa Erkin Ekrem efendim chiqsin. Biz o telefonda so'zlashganda xalqning oldida so'zlashamiz. Qolgan bu rap-raplarga bu indigenous people sening dadang-dadanglar qarindoshlar mala. Bu to'rtiga bu ishni qilgan to'rti ular bu hozirlashadigan odamlar emas. Ular xalqning oldida jinoyatchi. Ularni xalq so'roq qiladi, ularni munozara qilmaydi. Munozara qiladigan buni axloqchilar bo'lsa, axloqchi advokat chiqsin, shuni bilan qilamiz munozara. Shuning uchun Istiqlol televiziyasi agarda bir so'li munozara bo'lsin deydigan ish bo'lsa, Uyg'urlarning advokati bo'lib chiqaringlar buni. Ashad açaylı xalqaro qonunni. Ama hozir Nuriy Turkal efendim chiqsa, bu Mehmet To'xta yana birisini chiqarib qo'ymay, o'zining imdod qilib bilmaydigan odamni. Nuriy Turkal efendim chiqib, xalqaro qonunda Uyg'urlarning mustaqillik huquqi bormi? 2007-yilda biz indigenous people bo'ldik. Ashuningda Uyg'urlarni cheklaydigan, mustaqillikni cheklaydigan moddalar bormi, yo'qmi? Ashuni Nuriy Turkal efendim so'zlisi. Boshqalar emas. Uyg'urning qonuni yo'qolib ketganda, Uyg'urning indigenous people bo'lib qolganda bu asqatmaydigan advokat asli bu shunday yerlarda asqatish kerak. Uyg'urning qonuni yo'qolib ketma deganda shuni saqlab qolish kerak. Indigenous people bo'lamiz deganda to'xtanglar, ma xato deyish kerak. Bugünkidek kunga kelganda xalqning oldiga chiqib, ya mustaqillik huquqimiz bor yoki yo'q degan narsani shu advokat so'zlashi kerak. Shuning uchun munozara qildigan bir so'zlar nim qildigan shu bo'lsa, Erkin Ekrem efendim bilan Nuriy Turkal efendim ikkisidan birisi bilan qiladi. Qolgan bu o'zining nim da'vatini bilmaydigan, oldiga ishtirib qo'ygan to'k qog'idek rap-raplar bilan avar olmaydi qarindoshlar. Endi keyingi bayt ko'rsangiz, mustaqillik huquqiga qanday ta'sir o'g'ini biz bir ko'rsataylik. Yani bu narsa u kadar aniq. Men shu ishki rasmni ko'rsatgandilar, asli bu narsa tugish kerakda. Inglizcha bildiganlar o'qitib tushunish kerak. Bu sol tarafdagi manba Princeton Universiteti ve başka nurg'un kitoblar var. Buni ma'lumot yig'ib qo'yibdi. Bu yerda o'z taqdirini o'z belgilab mustaqil bo'laman desam, tashqi o'z taqdirini o'z belgilash qilsa, avtonomiya olib aytsam, ishki o'z taqdirini o'z belgilash bo'ldi degan narsa nihoyatda aniq. Hem de az sol tarafı, o'ng tarafga o'tkazsangiz, aşağıda bunu jiq ko'rsatib ketdim bu. Mening betimga, Facebook betimga chiqarib qo'ydim, aşağıdan ko'rsin. 4-chi moddada aniq deydi, sizlar avtonomiya olasizlar, ya'ni indigenous people'lar avtonomiya oladi. Ishki o'z taqdirini o'z belgilash bo'ldi deydi bularning huquqi. Hem Dunyo Uyg'ur qurultiyining nizomnomasida, masalan, bular har qitim
qistalgan yerde, teskeге yerde biz mustaqillik üçün hərəkət qılmayız deb mikrofonda ağzıda deydi. Bu dünyanın qaidasi şu. Söz uçar, yazı kalır deydi o türkler. Nizamnamanı köste, mustaqillik alımız degan maddan var mı ya öz təqdirini öz belgileş degan maddan var mı? Senin ağzındaki gap quruq gap o. Uygurca, İngilizce de bakaya çıkıp. İngilizce yazmıcı yazıp nizamnamen gaya bir yege. İngilizce yazı. Bu Uygurçada bir xil gap qilib, İngilizçede bir xil gap qilib, bu xalqni aldaydigan kunlar tugidi edi, oquna hesab efendim. Biz hozir unda aldamchilik ahmaydim de. Bunu unutmanglar. Nizamnamani yazıp biz mustaqillik alamiz degan moddasini ko'rsat xalqqa. Bo'lmasa biz o'z taqdirimiz belgilash degan modda demdi. Men ko'rsatib qo'ymayman, nizamnamalar bor menda. Men ko'rsatib qo'ymayman de. Bu xalqni unda aldamanglar ya'ni. Bu 4-chi modda bu. Ya'ni o'z taqdirini o'z belgilash yo'lida mavjud dunyoviy Uyg'ur qurultiyi ve 4-chi modda bo'yicha shu indigenous people'larning qonunidan 2007 chiqqan o'z taqdirini o'z belgilash, ishki o'z taqdirini o'z belgilash. Shuning uchun avtonomiyaga apuradi. Endi bunun üstüge çıkarsanız 46-cı maddesini göstereyim. Aşı üstüdeki qog'oz var, ikkiga bölünüp ketip de özünün betini resim tasım. 46-cı maddesi deydi ki, indigenous people'lar öz yaşayotgan devletinin igilik hukukunu daxil qilib devletini parçalashga bo'lmaydi deydi. 46-cı maddesinde. En ahirgi madde. Bunundan artık nima deydi endi? Avazınız kelmedi, mikrofon taqa. Xitoyning kutgan yeridan chiqadi ekan bu. Yani 3, 4, 46-cı madde onadaki bulan yazgan özünün dokulatida abiyamqi Dünya Uyghur Qurultayının betidan mi chiqib qolgan dokulatda 60-cı betqa deymi, 20-sinin. Konusinin qanchınchi bet 58 mi unutib qoldim, ama konusunu ko'rsatib qo'ymay hozir. Qadam asta keleydi. Yani hazır sizler ko'ralaydiganlarning 60-cı betida shu Uyghur kishilik huquq qurilishi yezib Dünya Uyghur Qurultiyi hammasi o'zining to'g'rilarini chiqarib BDT'ga ko'tarib borgan dokladning 60-cı betida biz indigenous people shunga Xitoy Uyg'urlarga avtonomiya berish kerak degan jumla aniq bor. Uningdan boshqa yana nimalar bor defa şu qonunoma hammasini birdan qilda ayirib qonunni tanishtiradigan bir programma qilish kerak ki. Eğer vaqti var qarindoshlar, şu qonunni tarjima qilib qo'ysanglar hammasini. Çünkü hammani so'zlasa, hammani ko'rgan vaqtida odamning ichi yuragi ichib ketadi. Onun ichida indigenous people'larning ko'rikni qanday silish, uyni qanday silishga qaror berish huquqi var. Ormanlarni kesib o'timiz deganda, uningga hukumat ormanlarni kesadigan shu olsa indigenous people'lar bilan so'zlashish kerak degan moddalar var. Yani tam bir men sizlarga oldingi programmani ko'rsatgan indigenous people'lar uchun chiqqan qonun. Biz uchun haqorat, yani biz uyni qanday silishni 2000 yildan oldin belgilab qo'ygan xalqmiz. Qashqay ko'rishga qarsa ko'rdi bizning uyni qanday soladiganimizni. Shuning uchun bu bir haqorat bir narsa amaliyotda bizdek bir medeniyetlik bir xalqqa ve siyasi ve kanuni noktadan kesip oldunlar. Bunu imza koyduk deb adam aldımalar. Özallarının tor bitidi bir turdu. Yani tip oldunlar, satılarını set oldunlar. Hem de bu Dolpun İsa kendini ötmeyi durum. Ben digen de ettim bu da akıbetke. Dolpun İsa efendimden bir huyu var. Bir nersini kötürüp çıkıp, mamanda tenkidi nersi var, miyanımında buzup silah, manda kıp silah desinizler. Bularga dikkat qilish kerak. Bular Xitoy tarafning adimiki, o'sha Abdushayb o'rtda biz Xitoyning adimi ekanmiz yani. Bu da yana shunday so'zlabdi. Bular Xitoyning bizga bo'lgunchilik qilishga Xitoy manchi pul ajratdi. Shuning uchun xalqimiz diqqat qilishi kerak. Niyati buzuqlarga yuribdi. Men endi kimning Xitoyga yaqinligini, kimning niyatida qanday masala borligini ko'rib baqaylik qarindoshlar. Bizmi yoki boshqalarmi? Bu da aqibet kötü. Yani şu kadar işler bo'lib ketgan chog'da biz nima deydik degan bir savolni birlikda o'ylashga ko'radilar qarindoshlar. Uni men onun vekilimiz edi.
aldı bile o işli bo'lganda ben 21 yaşdım. 2009 yıl. Yani biz teşhir kalganda o'shani bilmagan. Endi bunda bir narsani so'rab bakayım. Kim Xitoyning adimi, kim Xitoydan bir narsa geldi, buni bir bizmi bir o'ylash baqaylik qarindoshlar. 10. ayning 30. kuni deyman, mushu aydan oldingi ay. 10. ayning 30 mi 31. kuni manda bir xabar chiqdi. Yani adresini yozib qo'ydim, aslo ko'rdiganlar bo'lsa. Yani biz ne? Sharq Turkiston yoshlar qurultayining tashqi ishlar mas'ulini, Ömer Qanatni, Dolqin Esani, bizning Gollandiyadagi tashqi ishlar komitetidagi kichik yosh qarindoshimiz Alarekni, yani bir qancha Uyg'urlarni ziyorat qilgan bir muxbir oldu. Gezitlarda, yani bir muxbirlik o'quvchisi deyman, ziyorat qildi hammamizni. Biz ko'z qarashlarimizni so'zladik. Dunyo Uyg'ur qurultayining ichida demokratiya ancha yo'q dedik. Ularning o'zdirmi debdi, demokratik narsalar biz uning demokratiyalashishni xohlaymiz degan shaklda fikrlarni bayon qildi. Ammo xabarning shunday bir yeri borki, ash qizil yeriga apirmi, u qizil sizaliq yeri bor u. Qizil katakchining ichidagi yeri. Yaqinlasangiz, qarasangiz, xabarning qo'shimcha mavzusi manda chiqadigan gap. Dünya Uyghur qurultayining ichida demokratik ish qilish yo'q bo'lib qolmasdan, Dünya Uyghur qurultayining mavjudligimi Xitoy Kompartiyasining planiga uyg'un debdi, ismini oshkorlashni xohlamagan Dünya Uyghur qurultayining yuqori darajalik amaldoridan birisi. Yani bugün Pentagon'da Amerika'nın 5 burcaklı binasında bir general bir haber çıktı deyli. 5 burcaklı binanın ismini aşkarlaşını halınmayan bir generalının deyişçe Amerika Irak'ta 1000 ayalga basqıçılık qilib Kandahar'ın bir yerine nemi Basra'nın bir yerine kömbetipti degan bir haber çıksa Amerika'da nemiş oludu hazır. Bütün qo'zg'alib ketdi-da, sotlar qaytadan echilib, qaysin qilding buni deb tekshirish boshlandi. Kişiden çıkan iddia başka. Mesela bir skopap Dünya Uyghur Qurultayi mandat dese onun yolu başka. Ya bir skopap Amerika mandat kıldı dese yolu başka. Ama işçiden çıkan iddianı kana kılsız. Pentagon'un işçiden bir general çıkıp biz mandat nemi kılmayız. Yani işte bir mançımın adamını ötürüp ettik, kömür ettik, hiç kim gidemey diye iddia işçiden çıkıdan olsa kıyamet topu da hazır Amerika'da şu. Bütün soççular değil. Şunun için o kişinin o kimligini bilemizlerde bizde siyasetini bilmeydiğin işbek eğirke bunlar derslerde ismini aşkarlamaydı o adam. Ama ismini muhbir biliyordu. Muhbirga ismini yazma dese yazmaydı. Ahbaratçılıkның ahlakı şu. Şunun için o muhbirden berip sorap mı ne vakit mi alamayısız. Hem de Dünya Uyghur Qurultayıga muxbirlar müşahede müjdayalda kalla soqaştırış ihtimallıqı yoki suiqasd bilan müşda yezish huquqi bo'lamdi? Huquqi bo'lmaydi. Xalq bu muxbirlikning qoidasida ular o'ziga ushturni berdi. Ammo unda ehtimollik bormi desangiz bor. Ana muxbirni asta o'ng taraf xatni ostida muxbirning rasmini chiqarib qo'ydim Twitter akkauntini. Aşı xetini bir o'qib o'taylar, belki gapimni anglayolmagan qarindoshlar. Ya'ni xabarning Qiziliyadagi qo'shimcha mavzusi shu. Dünya Uyghur Qurultayida demokratik ish qilish yo'q bo'lib qolmasdan, Dünya Uyghur Qurultayining mavjudligimi Xitoyning kompartiyasining deb kelman, Xitoyda qoldim. Xitoy plani uchun uyg'undir. Dünya Uyghur Qurultayining ismini oshkorlashni xohlamagan yuqori darajalik boshlig'i. Men demidim, men muxbir yezibdi ana. Biladigan qarindoshlar videoning ostida linkini aytib qo'ysanglar, qarindoshlar ko'rib baxsin. Endi Dünya Uyghur Qurultayiga tushadigan ish shu. Mehmet To'xtabek qildigan ish topolmasa, qildigan ish deb beraylik. Birinchisi qonuniy maslahatchisi Mehmet To'xtabek Qurultayining. Aslida tushasınız, Samuel Dempsey'nin chiroyini ko'rsatdim, ostida rasm bor, Uyg'urcha xatning ostida. Ana, ashuni yaqinlashsangiz, muxbir mana Mehmet To'xtabek. Arz qilinglar ustidan. Bizning obro'yimizni sen demiş ki tushirsa, sen Xitoyning adimi ekansan deb arz qil. Agar arz qilolmasanglar, biz buni rostga deb bilamiz. Ya'ni Dünya Uyghur Qurultayining bir cho'ng boshlig'i Dünya Uyghur Qurultayi Xitoyning plani uchun ishlaydi debdi muxbir bo'lgan.
Ya bu yalgan, bu Xitayning hemmimiz adamni Xitayning adimi deysizlar bu sizlar. Bu Xitayning adimi desanglar, arz qilinglar. Ha bizga yag'an gapibdi desanglar, u sotda deydi kimning deganligini. Balki Mehmet To'xta o'zingiz chiqamsiz u yerda kim biladi. Kimning deganini sotga arz qilsanglar, sotda deb turdi qaysinglarning shu dunyoga qurultining qaysi boshlig'ining deganini shu gapni. Endi sening rast desa, tanqid qilgan odamning hammasini Beijingdan bir buyruq kelib bizni shunday qiladi. Bular Xitoyning adimimiki, Xitoy 30 milliard qiylaydi. 30 milliardni nereden xərcləb kimga beriyotganini chiqarib birimiz bir Xitoyning xərclayotgan puli qanday cho'gilab kimga beriyotganini ko'rsatib qo'ymaydi. Shuning uchun qarindoshlar, manda bir xabar chiqibdi, manda bir iddia chiqibdi. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyi javobini bersin. Ishchilardagi qaysi yuqori darajalik amalda Dunyo Uyg'ur qurultiyini Xitoyning planiga uyg'un harakat qildi degan kim o? Unda əməldarlığı yox olsa, abalda əriz qılınlar sotqa. Abala sotda əmə yağanga qıldım digizonlar abaldı. Əmdi bu kimdi? Bu muxbir balı kimdi? Bu media kimdi dedi işinli olsa, bu muxbir balı kimdi? Bu media kimdi deganni şu balının ziyaretini qabul qilishdan burun o'ylasanlar amanda. Bu kimdi demesdan Ömer Kanatni ziyorat qildi, bu Dolqin Isoni necha qitim ziyorat qildi. Xalqqa mənim cavabını verirlər. Kim Dünya Uyğur Qurultayının qaysı əməldari Dünya Uyğur Qurultayı Xitay üçün işləydi dedi muxbir. Əgər muxbir yağanç olsa, ərz qılınlar. Muxbir rast gəp qalğan bolsa, Dolqin Isa eynək gibi qaran aldı da Xitayның adimi Xitay üçün işləydi deyişdən burun eynək gibi qaranlar, tamam? Keyingi bət götəyli. Endi qarindoshlar, qanday qilamiz? Bu narsalar bo'ldi, ya'ni xalqaro qonuniy asosi shu. 46-maddasi, 3 va 4-maddasi burunqi narsalarni biroq to'sib o'tadi. Yana bir narsani deb qo'yay, xalqaro qonun qanday ishlaydi? Ba'zilar deydi, xalqaro bu qonunning ijro qilish kuchi yo'q ekan deydi. Xalqaro qonun shunday ishlaydi. BDT bir tashkilotlarning birligi bo'lib, ya'ni davlatlarning birligi bo'lib, bu yerga bir qonunni akilsiz bu qonunni ekaygan davlat lobbichilik qilib texnik ko'p davlatlarni ergashtirdi. Va qancha ko'paygan sari shuning a'zo shu har bir qonun bir to'xtam shaklida ishlaydi. Xalqaro qonun degan xalqaro kelishimlarni ko'rsatadi. Shuning ichiga kirdingizmi? Shu bo'yicha ish qilishingiz kerak. Masalan, dengiz huquq qonuni va Turkiya kirmasa, Turkiyani u bo'yicha sotlayolmaydi. Mana bu xalqaro jinoiy ishlar sudining akirgan nimasiga kelishimiga Xitoy qo'shilmagan bo'lsa, Xitoyni sotlayolmaydi. Ammo indigenous people'lar kelishimiga biz qo'shilib olganlarimiz uchun shu bo'yicha ketimiz endi. Endi qanday qilamiz? Bu yerda birdan kelaylik. Birinchisi, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bu indigenous people degan bu shu narsadan chekinish kerak. Rasmiy e'lon qilib, yana bir doklad yozib, biz xato qildik, tövbe qildik, hatto siyosiy qurbonlik berish deydigan bir narsa bor. Hatto asli ishning kayni so'zishida narsa bu ochiq so'zlab beraysizlarga. Buning jinoyatini, gunohini otisilar ishkisiga. Otib, maash kalvaqtda buni deb, ashlarga döngab, biz qilmaydiq maash kalvani ishga deb döngab siyosiy qurbonlik berib, xalqni buningdan chekindirib chiqsa, aqlon bo'lsa. Agar unda qilmasam, ya'ni biz davomli qilamiz, texnikni davomlashtiramiz deyatsizlar, maşallah, shu yo'lga meninglar, avtonomiya yo'liga. Endi yerda Erkin Ekrem efendim bilan bo'lgan suhbatimni deb qo'yay. Biz bu temani bularning hammasini so'zlashdik. Yig'inlarda, masalan, ma'rif tashkilotining yoshlari va yig'inlarda men bu gapni chiqarishga tirishdim. Buningga bir 30-40 odam guvoh shu yig'in qatnashgan. Qachon? Bir yil bo'lib qoldimki buningga. Ya'ni bir yil ilgari ichki suhbatlar bo'ldi. Ya bo'ldi, biz işimiz ochiq deb hammalar bilan so'zlashimiz dedik-ku. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Turkiyadagi ma'rif tashkilotlari bilan ko'rishdik, yoshlar bilan, cho'nglar bilan bir qancha qitim yig'inlarni ochdik. Shu yerda buni chiqarmoqchi bo'ldim. Og'zimdan chiqarsam hech kim elikan bitdi endi. Elikan bo'lgandan keyin men Erkin Ekrem efendimning o'zi bilan so'zlashdim buni aytib. Bundan ish qildi desam, menga mu yana yaqin gapimda aytdi, Robiya Qadri imzo qo'ygan uningga deb.
Ben onu hiç kimden imza koyuşunun gerek emasligini bilemem. Ben onda dötemez. Ama tamam. Götürüp anlap verdim bu yerini. Dikkat buraydığı yerini. Tamam. Bunda az qanday qilamiz? Buni xalq bilish kerak-ku desam, jidal chiqdi bu chiqsa deydi. Men bilmayman jidal chiqdigini. Ammo millatni nega boshlab qo'yganinglarni bilamsizlar? Unda olsa ma'noni verib bering dedim. Bundan keyin mushundaq xalqning manfaatini, mustaqilligini satmaydigan liqiga dunyo Uyg'ur qurultayini qanday garantiya berasiz? Bu bir xatolik bo'lsin ma'qul. Bu bir narsa bo'lsin. Bundan olsa bundan keyin bunday ishning takrorlanmaydiganligi qanday va'da berisizlar bizga? Desam, ay deydi. Şunun bilan men to'xta bu sizlar bu xalqni bu ilayotgan tirnog'inglarni tan qilmaydi ekansizlar sizlar. To'xta andas ochiq yerda so'zlashaylik dedim shu. Shuning uchun endi qanaqa bu ay deb o'tib turgan narsa emas Erkin Ekrem efendim. Bu narsani xalq bilishi kerak. İşinin keynida biz buni hal qilamidik. Hal qilamagan bo'lsak, xalqning oldida hal qilamiz endi. Tamam. Endi qanaqa qilamiz qarindoshlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi chekinish kerak. Biz bu nimadan chekinamiz bu forumda? Dolqun İsa degan bizning boshlig'imiz deydi-ki 200 davlatdan ortiq davlat bu yerga qatnashadi, shuning uchun men boraman deydi. Yani, efendim yazg'ın nima hozir demayimdi. 200 davlatning bir munchisi kuzatuvchi shaklida qatnashadi u yerga. Masalan, Turkiyada Yani salohiyati o'xshamaydi. bir muncha davlat kuzatuvchi. Masalan, Turkiyada indigenous people yo'q bo'lsa, Turkiyaning nima ishi bor u yerda? Kuzatuvchi shaklida qatnashadi. Ba'zilari tanqid qilinguvchi shaklida qatnashadi. Masalan, Amerika, Avstraliya ularni tanqid qiladi. Mana narsa masalalar va indigenouslарni deb bu salohiyatda qatnashadi. Zaten Xitoynimi shuning uchun Uyg'urlarni indigenous qilib qo'shib oldi. Amerika ular bizni tanqid qilganda biz ularni tanqid qila olaylik deb. Ba'zilar tanqid qiluvchi qatnashadi, ba'zi endi biz Dolqun İsa siz 370 milyon indigenouusdan birisining vakili sifatida bu yerga da'vo anglatgili kirsiz. Salohiyatimiz o'xshamaydi shu ko'zlaylar. Arlıqda tarixini unuttum. Bir qıtım yığın zalından edep çıkarğanlık alağıda bir haberim çıqqan. Onu aldığım programda ko'rsatdim o. Edep Yani muşnu onu salahiyetten doğru kelmetkin çıkardı çıkırıp etken vakti oku deyim şu an. Ya o Xitayning o'ynayotgan o'yini Asiyaga texnik chaplashsin deb diqqatni burash uchun Xitoy yashanda o'ynaydigan o'yini bo'ladi dedim hozir oldida. Yağ'a urib zimin Sharq Turkiston masalasini unutuldirish uchun yağın krizis tortib akirkishdi sizni. Xuddi Erkin Ekrem efendimning bu self identification o'ziga o'zi yozgan dokladning Dunyo Uyg'ur qurultiyining betidimi bağlığını unutuldirish uchun Rabia Qadir imzo qo'ydimi, qo'ymadimi deb yag'in jidal chiqarg'ini o'xshashli ish demoqchi. Bu bir taktika, diqqat buraydi. Shuning uchun endi qanday qilamiz? Nima abiyoqi gapimda aytdim. Dolqun İsa efendimning salohiyati o'xshamaydi u yerga kirgan. Boshqa davlatlar kuzatuvchi, ba'zilari tanqid qiluvchi, ammo sen indigenous people'larning vakili. Onun için deyotganda biz davoni hamma yerga kirib qilavermaymiz deydi. Salohiyat uyg'un hamma yerga kirmaysa degan narsani menda tushundiray. Dolqun İsa efendim Dünya Birleşken Devletler Teşkilatı Ayollar Komitesi'nin yığınına köylek giyip kiraveremsiz siz? Kirmezsiz benim cinsiyetim hoşumaydı der. Bu indigenous people'lar forumsuga bizning millatning cinsiyeti hoşumaydı. Bizning xalqning tarihi hoşumaydı. Bizning xalqning madaniyati hoşumaydı. Ayollar Komitesi'nin köylek giyip kirketmegen bolsanız, ayollarni evetken bolsanız, indigenous people'lar komitesiga ya forumsuga bu milletni söylep kirmeysiz. Bu şunçilik nasip kallanlı işlemeyin keslerine. Hem de qanday qilamiz qarindoshlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu xoinlikqa davom qilaveradigan shu bo'lsa, biz qanday qilamiz? Birinchisi, eng avval bularni eng shu gap anglamagan yerini, gap anglatidigan yeri xalq bularga pul yard qilishdan to'xtanglar. Shu narsa bularni davomlashtirib ketmangizni bo'ldi. Men shunday bir gapim bor. İnediden ilingan pul zaten İnediden bergen pulu bilen tam balasının keldiğinde
dep tushundiramagan top bu qitim tushanda xalqimiz pulni vergen buyruk buyurdu özünün menfaati kelgende ve onun balasını millet tatıdı. İnidinin pulunun her bir senti, her bir dollarının hesabını beriş gerek dünya uygur kuruldu. O yerden hiç kandan neyse pul uyak bir kaçıdığı iş yok. İnidinin pulunun her birisinin hesabını alıdı inidi. Ama mesele halktan toplangan pulunun hareketi var. Bu pulun hesabını vermesenler sent her bir dolar senti için vermesenler bu yerde mesele var dep biliş gerek kalır. Şunun için halk dünya uygur kurulduğuna pul uyan kılıştın toktaş gerek. Eğer muşunda Abdünomiya yolunu muşunda ketiverse onun üstüge özünün bir ismini ilan kılışını kalınmayan yukarı derecelik emeldari dünya uygur kurulduğu Xitay üçün işleydi degan dek yakın olsa pulunu kesiş gerek. İkincisi biz besilingan ulus yani occupied nation indigenous people MS temasında bir doklat yazış gerek. Ma doklat karşı. Bunu kim bilen kanda emkarlaşıp kalaydığımızda ile değil mi? Ondan keyin bu doklat yazılgandan keyin yana bir doklat yazış gerek. Dünya Uygur Kurultayı bizga vakillik kılanmaydı degan temada, şu mavzuda bir bayanat e'lon qilinib, barliq tashkilotlar o'zining Dünya Uygur Kurultayının o'ziga vakillik kılanmaydiganligini ishongan tashkilotlar va uning amaliyotda Dünya Uygur Kurultayının Uygurlar vakillik qildi degan gapining qonuniy asosi yo'q, qonunsiz va g'ayrimashru. Logosu bilan e'lon qilish kerak bu bayonotni birlikda. Undan keyin agar bo'lsa Dünya Uygur Kurultayı bizga vakillik qilinmaydi degan shaklda imzo to'plash faoliyati qilib 5,000 dan 10,000gacha imzo yig'ish kerak. Agar buni qila olsa Dünya Uygur Kurultayı buningki haddini bilishni o'rganadi. Agar haddini bilmasa zaten vakillik qildigan nimasimi tugaydi. BDTmi buningki keyin kirsin Indigenous People'lar forumsa ko'raylik kiralamdik. Şunun için bu qilida ishlar bu. Ondan keyin uni qilib bo'lgandan keyin barliq mustaqilchi Sharq Turkistonning mustaqilligi deydigan gapni o'ynatib, cho'giltib, oxirida avtonomiyaga apirdigan dokladlarni inglizcha yozib, uyg'urchada gapni o'ynatib, Uyg'urning xalqining og'ziga so'sk soladigan Dünya Uygur Kurultayının nima ish qilayotganini tushungan tashkilotlar endi o'ng tarafga yig'ilib yana bir tanlash chiqarish kerak dunyoga. Bak oddiy. Xitayni manda qarindoshlar bu Dünya Uygur Kurultayının xalqi demaydigan gapi shu. G'arbda ikki asosiy kuch bor. Bu kuchning birisi Xitoyni demokratiyalashtirishni xohlaydi. Yana birisi Xitoyni uningdan qattiq muomala tutishni, hatto parchalashni xohlaydi. Bu ikki kuchning bizning aqlimiz bo'lsa, biz g'arbdagi Xitoyni parchalaymiz deydigan kuchlar yaqin turamdik. Xitoyni demokratiyalashtiramiz degan kuchni yaqin turamdik. Aqlimiz olsa, vijdonimiz olsa, xalqimiz tarafdan adimi bo'lsak. Pul vergen taraf turayotgandek turmaz. Eğer biz Sharq Turkistonning adimi bo'lsak, Xitoyni parchalaymiz deganlarni yaqin turishimiz kerak. Ama bizning da'vorimiz Xitoyni demokratiyalashtiramiz deganlarni yaqin turishimiz. Choplishinglik. Chuqur chiqib o'tiraqlik. Qarindoshlarım, sizlarga bunda bir tip beray. Jipning ilqi 2017-yil chet elga chiqib bizga da'vodan ahkam kesadiganlar 2004-yili bizda ikki tashkilot qurildi. Jipning uchini chiqarib qo'yay, o'zingni qo'llashni bilinglar. Birisi Dünya Uygur Kurultayı qurildi 2004-yil 6-oyda. 2004-yil 9-oyda surgundagi hukumat qurildi Amerikada. Dünya Uygur Kurultayı Germaniyadagi bir hotelda qurildi, mehmonxonada. Surgundagi hukumat Amerikadagi Capitol Hillda qurildi, Amerikaning kongressining ichida, davlatning kongress binosining ichida. Yani ikki kuch birisi bizni Tibetliklarga yetishtirish uchun surgunlik hukumatni qurib oldi, ishlamoqchi bo'ldi. Yana birisi Xitoyning demokratiyalash uchun bizga mayoqdan tayyorladi. Oxirsida surgunlik hukumatning ishchidan teshidan shalaqchuligi chiqib ketdi. O surgunlik hukumatni Amerikada beshishib qolgan 4 qayri o'tirib bir yerda o'zining uyida qurgan narsa emas u. O
Capitol Hill'ning içinde Amerika Kongres binasının içinde kurulgan ve onun kuruluş jarayoniga şu keynideki Xitayni qattiq muomala tutimiz Xitayga degan kuchlarning maslahati bilan shularning yo'l ko'rsatishi bilan qurilgan narsa u. Ahirda shalaq shuluq chiqib, surgunlik hukumat bugungi holga kelib qoldi. Agar shu hukumat 20 yil davomlashib 2014dan hozirgacha kelgan bo'lsa, nima bo'lsa bir yiqilib qopib bir yo'li bir ravon minishni o'rgangan bo'lsa, bir oyiqi chiqqan bo'lsa, bugun biz Tibetliklarga yetishishga mingan bo'ladi. Ama işler ondan bo'lmadi. Sol taraftaki Xitoyni demokratiyalashtirganlar pul bilan, yana bizning bilan bizning da'voliklarning hammasining bo'yniga zanjir sap bo'ldi. Buni izladinglar, qarindoshlar, bir narsani bilmay turib shalaq so'zlamasdan. Sharq Turkiston surgunlik hukumati nerede qurilibdi ekan? 2014 yil 9-14. Dünya Uyghur Qurultayı nerede qurilibdi ekan? 2004 yılı 6. ayının 1. günü, 4. gün. Ulan şu TM vakasını kurulduğu ulan. Şunun için bu nesile bu şunday meseleler qarindoshlar. Endi o'ng solimizni iniq qilib, bu Dünya Uyghur Qurultayıning mağda yo'li mushuka degan narsani ko'rib yetgan bo'lsanglar, endi o'ng tarafdagi tashkilotlar bir yerga kelish kerak. Menmençilikni tashlash kerak, o'zaro hushyak, aminiman deganda degan gaplarni tashlash kerak. Vatanning manfaati uchun dunyoga yana bir tanlash berishimiz kerak. Xitoyni demokratiyalashtirdi aldiran berib, ani tanla. Xitoyni parchalaymaydi aldiran, ma kuchni tanla deb yana bir kuch chiqarishimiz kerak maydonga. Bu yerda bir misol beray. Xuddi bu Dünya Uyghur Qurultayining tashviqoti shuchu. Dunyo Xitoydan bak qo'rqaydi. Shuning uchun ko'rishlar Amerikada yana bir so'z bor bizning nima Tungan Fato nima deyman uni. Dunyo qo'rqaydi. Shuning uchun hech kim Xitoyni parchalashga qo'rqaydi hammasi. Shuning uchun Xitoy bilan so'zlashadi. Shunga Xitoyni demokratiyalashtirishdan yo'lda menish kerak. Bu Fushishoning deb turayotgan gapi bu. Masalan, Andrew Scott degan adab o'ng tarafdagilar, ya'ni Xitoyga qattiq muomala tutamiz deganlarning vakili Dr. Andrew Scott degan adam Oxford Universitetida, Angliyaning Oxford Universitetida 4 soat leksiya so'zladi. Xitoyni parchalash kerak, Sharq Turkiston parchalanib chiqadigan davlatlarning birisi bo'lishi kerak. 4 soat leksiya so'zladi. Savol javoblarni qildi. Bu adamni bizning tashkilotlarimiz bir tarafdan people mustaqillik huquqimiz yo'q. Yana bir narsa qilib, o'sha adamni yumishtiribdi. Esimladimi Andrew Scott deb Amerika dengiz armiyasining istixborot bo'limidan chiqqan bir adam Salih Xudoyer qerinishimizni yine turibman. Oxford Universiteti so'zlagan leksiyasini olinglar. Xitoyni parchalatish kerak, bir Sharq Turkiston bo'lishi kerak degan. Ammo bu bizning Dünya Uyghur Qurultayi, bu bizning asosiy da'vo. Buniki Amerikadagi bu Shaufu, Fushishoning shogirdi, Tungan Fato. Bularning deydigan gapi nima? Kechgacha bu mustaqil bo'lolmaymiz. Mustaqillik bo'lsa bo'lmaydi, Xitoy bek kuchli. Manda hammasi IND orqali pul berayotgan Xitoyni demokratiyalashtiramiz deydigan Xitoy bir bozor. Bu bozordan pul topmasak bo'lmaydi deydigan Amerikadagi bir qism bir tarafning gapi bu. Bu Amerikaning hammasiga vakillik qilmaydi. Yani boshqa Amerika var. 2004-yili Xitoyni parchalasak tayyorlaydi deb Sharq Turkiston surgunlik hukumatini qurg'izgan Amerika var Amerikada. Shuning uchun aziz xalqi bilinglar, hamma narsani ochiq deyilmaydi. Biroz keynini surishtiringlar da'voning burunqi vaqtlarini, qanday kelgan. Sharq Turkiston surgunlik hukumati Dünya Uyghur Qurultayining jidil nimetdi. Surgunlik hukumat qanday qilib bugun qalga kelindi. Ko'ringlar ishchi ishini. Hamda bugun Dünya Uyghur Qurultayining ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir boshlig'i biz Xitoy uchun ishlaymiz debdi. Buyurun. Yani Xitoyning manfaatiga uyg'un Qurultayning bağlığı deb. Arz qilinglar shu muxbirni xalsanglar. Bizni do bishorat berib Dünya Uyghur Qurultayi qarshiga qilganda Xitoyning adimi deb turatmaydi, o'qiday safandim. O'zingizning yuqumlaringizlik boshliqingizni tepang oldida Xitoy uchun ishlaymiz deb dedim onlar.
Eğer ya bu narsa yalan desanlar, özünüz ziyaretini kabul kılgan muhbirinin üstüden ariz kılın. Ana ismi Samuel Dempsey, ana turdu. Şunun için qarindaşlar, hem de onun taraftakiler Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'urlarga vakillik qilmaydi deb qaraydigan qarindaşlar birga kelish kerak, mayli tashkilot, mayli shaxslar birga kelib, o'lash-cho'lash mavu indigenous people nimasini mushu yo'lda davomli qilmamiz biz degan Doktor İsa Efendimga javobini berish kerak bu millat. Sen şu yo'lda mangayversam, haydi bay bay, yo'ling ochiq olsun ama bizga vakillik qilolmaysan deyish kerak. Mening nimam tugdi, endi savollar bo'lsa, savol javob qilsak bo'ldi. Bevosita telefon qilib so'rasanglar taxi yaxshi bo'ladi. Qarindoshlar, erkaklarcha. Agar ovozimni tonib oldi ekan, xijil oldi ekan men desanglar, hatta hozir programmani ko'rishdim, jur'at qilmayotgan bo'lsanglar, men sizlarga boshqa gapimiz yo'q. Bir telefon keldi, olib boqinglar. Assalomu alaykum. Ovozingiz anglandi. Ko'rinishga kiramsiz? Ovozimni Mayli. Men shu javob qilganda shu nimaninki javobini olsam, shuning qatta savollarim bor. Boshqacha. Siz telefonni yan to'qishsangiz bo'pti ekan. Menma? Hem de çıktı hem de ya. Vay canım, açık bu ne? Hoş. Oldu mu? Gap qilaman. Assalomu alaykum ukam. Ve aleykümselam hanım. Mening Oy, nimaga qayerga hozir mening 3 savolim bor. Endi ishtik siz menga javobini bera olsangiz, shu ham anglag'ach, ham savolimni davomlashtirsam. Birinchisi shu 2007dagi bayonnoma var o. Siz qarang, ko'rayotgan program ko'rayotgan detani o'chirib o'tib, mush telefon bilan ana ovoz o'chirib, telefonning ovozi bilan agishini, ashuna to'g'ri bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, gap qilaman. Shu 2007dagi Birlashgan Millatlarningki indigenous xalq haqidagi bayonnomaga Uyg'urlarning ashunga imzo qo'ydi. Kimning imzo qo'ydigan haq huquqi bor uningga? Ben onu sözlep buldum, imza koydu deydiğen iş yok dedim. Yo'q, ama shu bayonnomaga davlatlar imzo qo'ydi, shundaqmi? Masalan, Kanada qo'ymaydi dedingiz, kim qo'yibdi? Buningga Xitoy imzo qo'ygan, shundaqku? Ya onun imza koyuşu Xitoy o'zi akirgan onu. O indigenous people degan narsani Amerikaga qarshi. Bizning kirishimiz xalqlarning kirishi boshqa. Xalqlarning kirishi bir doklad yazib, iltimos qilib kiramiz. Ama bizning hozirgacha undaq bir doklad iltimosimiz yo'q-ku, undaq ikki report bor, doklad bor, u nimati UHRP-ninki ve UAA'ning ismida chiqqan 2009 ve 2015'deki ikki dokladni ko'rdim men, shundaqku? O dokulatını elip iltimas sungan kadar bilsiz. Onu elip iltimas sunmuşsanız 13 kişinin yağı dolkun neyse kanda katmışıyordu ya. Neymi salayetli katmışıyordu. Mening bilishimcha Rabia Pashmo dediği bir videosida şu yig'inga faqat berib boqmabdi ekan. 2017-yillik Uyg'urlar qatnashib boqmabdi ekan. 2018'de Dolqun efendim qatnashibdi. Onun qanday qatnashganini bilmayman. Ama bu nimaninki siz degan indigenousninki kitoblari bor-ku, UN'ninki chiqarayotgan har yilda bir. O 2008'dan tortib chiqarilayotgan bir kitobga. Uningda shu Uyg'urlarninki ismi u yoqda, bu yoqda, u yoqda, bu yoqda har yili o'tib ekan-to'q. Her yili bir 600 betlik, keyin 800 betlik taşlaq bir kitoblar borki. O kitobga chiqish uchun iltimos qilish ketmaydigandek bir his qilib qoldim men o'zim. Bu savolim emas. Hozir mening yana bir savolim 2009'dagi dokladda. Shu dokladda
UHRP'nin yazgan dokladında 4. maddesiga ve 42 bazı yani bir versiyonu da 46. We cannot claim for land bu degandek çok toprak davası kılınmaydı diyen. Aşki bizdeki Uygurlarning albatta taqsidike. Lekin aşı reportning özde aşı dokladda yazganda şununga tushuncha bermabdi. Şu tushuncha bermaganligi isn't that like reserving the right to make any statement like kechiring aşını demaganligi aşı qanaq deymiz aşının haqidagi fikrini saqlab mening haqqim bu keyin fikr qilman degan qonuniy jihatdan ashtaq bir ma'ni chiqamdi chiqmamdi chiqmaydi agar bu mening haqqim bu mening haqqim men buni olib qolaman desa 1960-yildagi decolonizationga qarshi yozasiz u yerda aniq bor koloniz bo'lgan xalqlar mustaqil bo'lishi kerakdir uningga qarshi yozmay dokladni bu yerda mustaqillik huquqini butunlay kesib etgan o'zi bilan hech qanday aloqasi yo'q bir narsaga masalan bundan o'ylangan sizdan bir savol so'ray uyg'urlar bilan bugun uyg'ur atalganlar bilan o'zbek atalganlarning tarixida 100 yilning oldigacha biz billa o'zbekning tarixi nim bo'lsa uyg'urning tarixi o'xshash 100 yilning oldigacha tamam biz bilmadik qarxallarda qarliq yağmurlab bilmadik şu nimaga kerakcha hatta Yakup Bek'nin devrigacha Farg'ona vodiysidagilar biz bilan bir o'ylaydi o'zini keladi tamam madaniyat kultur hamma narsa o'xshash o'zbeklar O'zbekiston indigenous peoples degan gapni o'zbeklar anglasa nima deydi o'ylab baqman indigenous people ma o'zbeklar agar o'zbeklar bo'lmasa biz qanday bo'lamiz to'g'ri o indigenous degan kelime sözlükten ustida turish maqsadim yo'q ama şu dokladda biz mustaqil bo'lmaymiz degan yer yo'q faqat shu UN'ninki 4. maddesini 42 yoki 46 ba'zi versiyonlarda 42 ga ba'zi versiyonlarda 46 ga shuni shu yerga chaplab qo'yibdi u to'g'riliq bayon e'lon qilmabdi endi buning qanchalik qonuniy kuchi bor qonuniy kuchi bor bo'lsa at what stage özümüzün davasidagi qaysi bosqichda by which mechanism qandaq bir mexanizm bilan bizga ziyon qildi shu BDT'nin qonunlari bunday ishlaydi bir tane qonun chiqdi o qonunni akirib bir davlat masalan oldiga ishtirib mangdi ya'ni xalqaro qonun degan xalqaro kelishimdan iborat kelishimdan birini akirdi buning jiq davlatlar qo'shilsa mush kelishimga bu aldığı mangdı. Mesela bazı kelişimlerge 70 devlet, bazıları 150, bazıları 130 kilişken buludu. Mesela halkara cinayet işler nemiz var bu sotunun sotlaydı. Bu mu bir kelişim memlekette? Bunu ekirgende Xitay kol koymagan. Amerika kirip onun azabı bulup ratify kılmagan parlamento ötküzmegen. Şunun için kim şu kelişimden işçiye kirse aşının şartlarının orunda şu kelişim boyunca hareket qilish kerak. Agar u kelishimning ishchiga kirmagan bo'lsa, uni sen ma'lum bo'yicha hareket qilsa deyolmaysiz. Masalan, dengiz huquqi qonuni bor. Dengiz huquqi qonuniga Turkiya kirmagan. Shuning uchun Turkiya o dengiz huquqi qonuni bo'yicha ish qilmasin bo'laydi. Endi hozirgi masala 140 buni qanchalik qonuniy kuchi bor dedingiz? 144 devletin qo'llashi bilan General Assembly'den o'tgan moddalarning qonunlarning qancha kuchi bo'lsa, shuncha kuchi bor buning. Va biz uning ichiga dokladni yezib kirgan bo'lsak, shu self identification degan narsani o'rindab kirgan bo'lsak, biz o'zimizning dokladini bir moddani atlab o'tib ketgan bo'lsak, yoki biz o'to'g'risida bir narsa yozmagan bo'lsak, buning qanchalik qimmat bo'ladi? Zaten o biz koşulgan o declaration'ın işçide olmadı bo'lgandan siz dokladınızda qalsınız, atlab o'tib ketdim, qalsınız o'chirib o'tdim. Boshqa davlatlar uni ko'tarib chiqdi. Sen ma'lum qo'shulding, buning uchun ma'madim badi. Bo'lib Xitoy ko'tarib chiqamdi, chiqmamdi bundan keyin. Shu mening savolim shu mushishki report qandaq qaysi bosqichda bizga qandaq bir mexanizm bilan bizning qarshimizga chiqib bishimizga tashib urildi demoqchiman. U qaysi vaqt chiqdi mushishki reportning ziynini agar ko'rsak
qandaq vaqtda ko'ramiz. Mesela Kirganmi, kirmaganmi bilmaymiz bu hozir, taxi rasmiy. Ya onu kirganmi, kirmaganmi onu bilmaymiz emas. Dünya Uyghur Kurultayı meye çıkıp cevap ver deymiz. Kaçan kirdin deb. Onu biz bilmaymiz o deb ketiyemiz. Cevap verdi kaldı var. Keçivatkan. Eklişimiz gerek. Hem de bu iş kaçan bir işimize çıkıyordu deseniz self-determination vakti çıkıyordu. Uygurlar öz takdirini öz belgileyimiz diye vakti top çıkıyordu aldığımızda. Lekin bu Dünya Uyghur Kurultayı'nın ismi ötmeydi bu iki dokladda. Bu iki dokladda UHRP'nin ismi var. Ya programda bir nesli dikkat kılmapsınız. Dünya Uyghur Kurultayı'nın betigideki çıkartımızga karab bakayım. Hazır ben çıkardım. Bunu hiç kimi kösetmey turup Dünya Uyghur Kurultayı'nın özünün betidi mi var bu doklad? Ve onu çıkarganda Dünya Uyghur Kurultayı özünün namıdan nimelerini koşsun diye bilmeyimiz. Anladınız mı? Bunu mendin emez, Dünya Uyghur Kurultayı'dan soraysınız. Bu doklad sizlerinin bitimlerde nimiş kıldı? Alakılışıdı gayrı Dünya Uyghur Kurultayı'nın isimleri, adresleri kanday yazıldı. Bunu bir köygenden keyin Dünya Uyghur Kurultayı'dan soraysınız. Sizler bunu kanday götürüp kirdin laviye geldi. Mendin emez. Tamam, başkalarına mı soraş hakkı var? Sizden mi şey? Yani bir sualını ahırga qo'shib o'tay. Endi bu shu ilqi UN'ning 2007'dagi shu nimada qonunda bir davlatninki o'zininki agar indigenous deb xalq bo'lsa, ashlarga nisbatan qandaq muomala qilish to'g'riliq narsalar yozilgan. U dokladda mening ko'nglimda hech bir qachon masalan indigenous xalq o'zininki bir maktabini qurish kerak deydigan no single article, yani hiçbir maddesida indigenous xalq ma'lumotni qilish kerak degan gap yo'q. Bu hammasi davlatninki indigenous xalq haqida tutgan pozitsiyalari. Ama 46-cı eng oxirisiga ham albatta huquqlarni indigenouska bersak, hamda indigenouuslar davlatni ayirib chiqmaydi bo'lmaydi degan bir moddani qo'shib qo'yibdi. Bunga bergan qanday bir comment bormi? Rahmat. 3 ve 4. maddesi bu okşaş. Xalqlarning tashqi jihatdan o'zlaridan o'z belgilab mustaqil bo'lish huquqini 4. maddesini kesib o'tadi. 4. maddesini yaxshi o'qing. Ya'ni agarda bizning 1960-yillarda bo'lgan decolonization to'g'risida chiqarilgan qonunlar uchun maqsad Xitoyni biz kolonist deb ko'rsak, bizni colonize qilgan tajovuzchi deb ko'rsak, xalqaro qonunda bizning self determination huquqimiz bo'ladi. Öz takdirimizi özümüz belgilep müstakil bo'lish huquqimiz bor. Ama bu 2007 yıl çıkan bu neslinin 3. ve 4. maddesi bizden 60. yıllardaki decolonization to'g'risida chiqqan qonunlardaki öz takdirimizni özü belgilash, müstakil bo'lish huquqimizni juyib o'tadi mana 2007'deki 3. 4. maddesi. Bu narsa huquqni narsa. Ama qarang shunday bo'lsa, hozir irqiy qirg'inchilik bo'lyotidi. Xitoy buni qo'l qo'ygan. Xitoy o'zi qo'l qo'ygan bir narsaga, masalan, hozir Xitoyning nimasida hamda bizning Sharq Turkiston shtatining ziminining ostida o'sha o'zi qo'l qo'ygan har bir moddaga violate qildi. Qilgandan keyin hozir bu moddaninki hech bir ahamiyati qolmaydi. Shunlashqa mustaqil bo'lish nimamiz bo'ladi bizning. Shunday emasmi? Ya bunda bulmaydı. Mesela Xitay sizden müstakil buluşunuzu kabul kılış gerek. Eğer Xitay bilen bir kelişimde oturup Xitay'ın bizden müstakilliğimizi kabul kılıyorsa bir kelişim tüzüp Xitay'ı tızlandırıp durup bir kelişim tüzüp biz Şarkı Türkistan'ın müstakil olduğunu itiraf kıldık diyen nesneyi imza koyğuzan mısınız? Xitay acizliğe vaxtida müstakil boluvarsınız mı? Xitay muşu nərsini juyutuduğuna yeni bir nərs çıkarammasak, biz aslında bir Xitay öyle kelişim tüzüp, biz kubul, mesela Taşkı Mongoliyanın müstakilliğini kubul kılındık, bir kelişim bilen bunu jüvetmişsiniz, her vakit Xitay'ın qaytadan tajavuz kirişige yol içbirsiz. Çünkü her vakit diyeleydi, bu indigenous people'ların müstakil buluş hukuku yoktu, bunu başka devletler müstakil çıkarttı, şunun için biz zeminimizni qaytırvalımız da, bizge qaytadan işgal kılışka yol içildi yani. Eğer mani yeni bir kelişim biljuv etmesek. Endi adamın ahli ammaydı da bunu yazganlar hazırki hanım degandek 3. ve 4. maddesi de huquqni reserve qilib, huquqimizni saqlab qilib bir narsa yazmadı mı?
Ya Uygurlar körep kalsın, çuğulup ketip kalmışsın bir yerlerimiz dep yazmayı atlap ötü ketdi mi? 3. ve 4. maddesinde iniq kesiydi da 60. yıllardaki kanunlardaki öz taqdirimizni özümüz belgilep mustaqil buluş hukukumuzni bu 2007'deki declaration kesiydi. Bununla a'za olap doklad edip kirmeslik gerek. Tibetlikler demiş garip kıldı hanım. Bir oylap yapın. Demiş Tibetlikler biz kirmeyimiz biz emes dep durvalı davamlı. Yana bir telefon var. Assalomu alaykum. O'zingizdan kimligini bir deyib deb, undan keyin so'zingizni qilsangiz baramat. Anwar. Assalomu alaykum. Dilyar Beg. Assalomu alaykum. Bidaya Ahmed Beg. Beg desam. Men qomana tuniga Abdurrahim ma'lum dedi-ku, Begni ishiltaydi. Agar ko'ngilga kelsa, endi deyman. Obdan. Shunga Dilyar Beg deb oldim. Endi savolimga kelayman. Meningki birinchi savolim endi biz Uyg'urlarda taxmin zilroq qilib aytganda Uyg'ur siyosatida skandal deydigan bir hukm mavjudmi? Chunki biz qaradik hamda bosh davlatlar skandal to'xtamay chiqib turyotidi-ku. Masalan, bir boshliqlar bir kulib qo'ysa, skandal bo'lgan namaf sonunda. Andin hukumatning puliga yapishib o'ynab qo'ysa, turma ichirdi ekan va ya xizmatdan ayrildi ekan. Andin prezidentlar chatoq chiqib qo'ysa, masalan, Clintonga o'xshash jinsel skandal chiqqandan keyin prezidentlikdan chiqdi ekan. Ama bizniki qarasa, masalan, maqadim nima dedik u xalq masalan da'vo qildik deb avval yig'lab turib da'vatni anglitib andan keyin chiqib to'y o'ynaydigan. Andan Uyg'urlarga mana nima qildim men? Guvohlik berdim deb gulqaqalar eshilib ketadigan. Andan xalq so'rinlarni, masalan, so'rin o'ynaydigan, buzuqchilik qildigan. Hattoki agar şu men to'g'ri deb qardim, hayotimizdagi 2-11 bitimga imzoni etib voy men yanmayman, yanchirimiz unda jing'a deyaladigan bir darajada hamda ashunda bir skandallar yashayapmiz-da. Ama mahkama jamiyat numus qilsam bu numus qilmaydi ekan bular. Shunga biz bu Uyg'urlarning siyosiy hayotiga bir skandal hukmini chigizimiz kerakmi? Andin yana mushu skandal yana hozirgi 2-11 bitimga imzo atganlar. Ayında xalqning yig'ayotgan pulni yig'ib turib, uning ko'ngilga chiqqan uy setib olgan, qilayotganlar. Andin Uyg'urlar political autonomy deydigan, peychangan dong deydigan. Andin biz indigenous people deydigan. Andin Uyg'urlar qirilyapsa medeniyet festival qildigan mushuni o'yinchilar tarix betligi butunlay sesqinami balkim ashular o'zlari ishonch qilmayotgan mush Uyg'urlar davlat qurib qolsa, kelgusidagi avlodlarga skandal ders qilib o'tilgan bir şekilde tarix betlik tutilish kerakmi? Ular mushundan xabari bormi? Yoki ayshnichilik skandallarni ishlab turib, yoki bular uchun ularning farzandlari ularning o'zini nomus qilsa, kelgusi avlodlar ularning ismlarini o'zining bolalariga berishni nomus qilsa va ularningki ish izlarini bizniki Sharq Turkiston tarixida mushunda bir qar yuzlab o'tgan deb detay tizib qo'yib, avlodni avlod qoldirgan bir tarixning tamg'us urilib ketishdan qo'rqmamdi ular. Andin meniki ikkinchi savolim. Masalan, do'qni inididan pul oldi deb biz inidi qilib yansıtyapmiz buni. Ammo biz do'qninki qilayotgan siyosatlar qarsak masalan sizga hamda 2015-2016 yildan keyin diqqat qilyapmiz. Amma adil shuni boshlab diqqat qildim. Ularning siyosatida Amerikan siyosatiga emas, balki Xitoy siyosatiga moslashganlik eg'ir. Masalan, inidi deb majburlamabdi. Chisan bo'ldi. Ama manmada injiz qilmadi, taklif qilibdi, zo'rlamabdi, ama bular kirdi. Andin keyin qarsak 100 ming kishi imzo chiqqanda eng qarshi to'g'rilar shu. Andin xalqaro so'rinlarda eng shu so'rning naq yeri kelganda biz avtonomiya istaymiz deganlar ham shu. Andin eng oxiri kelib masalan erkiy qirg'inchilik genocide bo'layotganda bu nima deb turganlar yana shu medeniyat festival qilamiz deydi. Yani o'ylaylik, agar bular pulni do'xtirlar inidillar malatamdi yoki Beijingdan olatamdi pulni. Kim uchun ishlayapti? Bularning siyosati Amerika inidining siyosatiga yaqinmi yoki Beijingning siyosatiga yaqinmi? Andin mening o'ylaydiganim hamda shu yana oxirgi bir tavsiya xarakterlikim. Masalan, Dilyar Begim buni bek tushuntirib ketdi. Ba'zi narsalarni
tushunmaydigan odamga tushuntigil bo'ldi. Ammo tushungil unumgan odamga tushuntigil bo'lmaydi. Masalan, sizga men hozir ingliz bo'lgan xatoligini hammalar bilib bo'ldik, ammo bir turkum chapanchilar bor, chiqib davlatda voy unda tushundirib, bunda tushundirib, agitib o'tib ketdi. Ammo bu Uyg'urlar tarixidagi eng chong jinoyatning birisi. Sizlar hozir chapanchilik qilsanglar bunga kelgusizlar, sizlarning shu sesliqlarning tarix betiga yozilib ketishdan, davlatlarning sizlardan nomus qilishdan ansirmansizlar. Shunga Dilyar efendimga tavsiyam, bu gap aniq. Qog'oz qarshi xat. Aniq imzosi bormi narsa-ya? Bu ish tutib ishlatib qo'yishma. Keyingi steplarga o'sa, keyin qadamlarga bularning e'tiborini qanday beramiz? Yoki bo'lmasa do'qni ishxonasi olib borib namoyish qilamdik. U Xitoy ishxonasidan oldi qilgan namoyishni talabini tatqiling. Agar mumkin bo'lsa. Shunga belki deydiganim mushlarniki biz endi bu tukkandan keyin buni endi keyin elimizga beradigan mushlarning boshqa xiyonatlar bo'lsa, shularni ham oshkorlab chiqsak. Chunki buni tushuntirib o'tirishdan hozir men so'z o'yinidan boshqa narsani ko'rmadim bu yerda. Tushungil unamaydi ekan. Rahmat. Tamam bo'ldi. Endi birinchi savolida Qayrin Enver Bekka rahmat, men ishiltib qo'yay. Amaliyotda to'g'ri aşı burungi narsalarni tirildirish lozim. Aşı narsa bo'lmag'achqa bizda hurmat, bir-birimizga va hurmat narsalar yo'qolib ketuvchi, muhim so'zlar yo'q bo'lg'achqa. Endi deganda Dünya Uyg'ur qurultiyi Xitoy siyosatiga yaqin ishlamdi yoki bo'lmasa nimani dedim pulag'anlar emas bularning Xitoy siyosatiga bakrak yaqin ekan bu deganida men uni kesib bir narsa deyolmayman, ammo ma'ni deyalayman. Erkin Asiya Radyosu'nun 5'inde Xitaylar var. Bunu bilisizlermi? Bilisizlermi? Bilmemsizler. Alim Seyitov Efendim'nin 5'inde Beyfang'da Xitay başkurdu Alim Seyitov Efendim'ni. O Beyfang'ın 5'inde Çanullu hep Tayvanlı Xitay var. Şunun için bu Erkin Asiya Radyosu'nun başlaş gerek asli gapni. Erkin Asiya Radyosu'nun işiltivatkan sözleri, fukunları, yerli halk, yerlik millet, onun diken cek bulanın aşındaki gapları, ahmaydan yağında Uygur'u aldap satılan gapları. Bulanın bir şeyde Xitay var. Bunu inek bilimler. Bu Xitaylar başkurudu Erkin Asiya Radyosu'daki Uygurların olsun, Tibetliklerin olsun, başkalarının olsun. Ve Alim Seyitov Efendim'nin her hizmet dokulatı verdiğin Alim Seyitov Efendim'nin beşideki Xitay başlığı Beyfang'ı Trump hükümeti Amerika üçün emas Xitayning menfaati üçün işlaganda pishdan boşatgan. Ama Biden hükümeti kelgandan keyin Beyfang'ni qaytirib akeldi. Yani. Shuning uchun Xitoy Beijing uchun ishlamdi, yana bir narsalarni men bilmayman, ammo shunda nuqtalar bor. Alim Seyitov Efendim'nin boshlig'i bo'lgan Beyfang degan Xitoy Trump hükümeti tarafidan vazifasidan ilib etilgan, chunki Xitoyning menfaati uchun harakat qilgan deb qaralgan. Biden qaytirib akeldi. Bunda ishlar bor. Şunun için Alim Seyitov Efendim Uyghur ili deydiğini şu. Şərq Türkistan, bizde Dapşak Veli deydi o. Erkin Asiya Radyosu axbaratçılığının qaidisiga boysunğanlığı üçün Uyghur ili deydi de bizden Dapşak Veli'nin bir kötəmçilik tezi var. Yani Şərq Türkistan degan yerlikni alamıyor. Ula axbaratçılıq qaidisini bilmem de. Şinjan'da tilgağan Amerika'nın CNN'ci onu bilmem de. Çokum Uyghur ili deganli bilem de. Qaydini. Damas o Uyghur ili degan gap Beyfang'dan qapqı qarab chiqadigan gap bu. Alim Seyitov Efendim'e üstüge qarab Beyfang'dan chiroyini ko'rganda Uyghur ili deydi. Uyga berib ishdan tushganda Sharq Turkiston deydi. Mayadan chiqqan gap bu. Shuning uchun qandaydir bir asosi var, yani bijmisi var degan yerga akirishim shu davoni suyuldirish uchun shu Uyghur ili degan o'xshash gap. Şunun için hazır Beyfang Erkin Asiya RFA deb yazsanglar ko'rishlar Alim Seyitov Efendim'ge Uyghur eli deyishni kimdan degizib atqan. Şunun için lekin mustaqilchilarning xabarlarini bermaydi-ki, sürgünlük hükümetinin xabarini bermaydi-ki, Volkswagen namoyish qilsanglar nemish xabarini bermaydi deb so'raganlar qarindoshlar. Erkin Asiya Radyosuga kirib Alim Seyitovning ustida kim bor ko'rsanglar bilisizlar nemish bermaydi. Şunun için
Azıcık qiyinchimizdiga ben kesip bular Beijing üçün işleydi diyemeyme. Ama muşundaq u yerden nereden bir kötəsiniz, nereden bir taşnarsınız, tegidin bir Xitay çıkıdığa iş var bu davada. Dünya Uygur Kurultayı tarafta. Bir tuvaqni açsanız Beijing üçün çıkıdı. Amerika'daki Tungan Feto'nun tuğanı açsanız onun içinde Fushishu çıkıdı. Yeni bir seninkini açsanız yeni bir çıkıdı. Alim Seytov'unkini açsanız Beyfang çıkıdı. Hem birisinin tegide Xitay çıkıdı. Bu kadar o çok. Şunun için Özünün kimlik, hoş. özünün kimlikini deyişini halımıgan bir kılındışımız. Fakat içki söhbetlerde Dünya Uygur Kurultayı'na tava yoki qo'l tushmayotgan 6 tashkilotning Uyg'ur tashkilotining ne dedim pul olganligini anglaganligini deb qarindoshlarimiz bilib qolsa deb umid qildi. Shuni chiqarib qo'ydi. Xo'sh. Yani şunda aşı pul bilen bağlanıp ketevatıdı. Əməliyyatda onundan mı başqa yerlərdən mi pul ağıl buludu, başqa yerdən mi nem qağıl buludu. Onun dikin aşında yeni bir məsələ, abi xanımın degenim şu, abi qeyrincimiz dedi o deyim. Nemo? Bu imidi kilip tavsiye kılıdı ki, bular mecburlamaptı dedi o. Müstəqillik, indigenous people bulamsılar, bulmamsılar. Elbette, o seni mecburlap, bunda kılırsa degen nəsinin rekord küçük belişini kalmaydı olar. Onu şu şekilde değil. Degende mesele şu. Tibetlikler bunu red kılan yerde bizninkiler demiş red kılanmadı. Tibetlikler ya biz bombayımız da red kılanlık 99. yılının yağı. Bizninkiler demiş red kılanmadı. Bu hayırlık mı, dötlük mü ya kötəmicilikini bak ilgiz götürüp ilişip kağa iş mi bu? Bilmedim. Ama Tibetlikler yak degendikken sen mi yak dememse. Ya biz bombayımız bu bir Moğolların oynak var dememse. Bu. Hem de kandak kılımız bulanın edivini kandan birimiz deydi o azı feyrenişim. Ama ben yazıp koydum. Aşağıya pek anın küçük sel karmanla. Birincisi halık bir pulunu kesin var. İkincisi biz indigenous people emez biz occupied nation'da bir dokulat yazıp tartışmamız gerek. Üçüncüsü barlık teşkilatla şuna karşı bu Nimiş kuatını bugüyle diyen teşkilatla birga kelib Dünya Uygur Kurultayı bizga vakillik qilmaydi degan şekilde bir bayanat berib astiga logosini qo'yish kerak hamisi. Onu da biz bor. Sharq Turkiston Yoshlar Kurultayı biz bor. Agar uni qilishni birga yig'ilib buni birga qilishimiz kerak. Undan to'rtinchisi nima? Xalq Dünya Uygur Kurultayı bizga vakillik qilmaydi degan şekilde imzo to'plab uni bir asson ana degan ko'rayli dunyoda Dünya Uygur Kurultayı'nın edivini berish qanday bo'ladi degan ko'rishlar. Müşahede ben bir nimi sual soray. Belki makulattan kaynaklı açık etişim mümkün. Dünya Uygur Kurultayı'nın rolü yok mu bu milli davada? Çok mu ağdır ötüş lazım mı? Bu yaxşı sordunuz bu sualını. Mesela bazı adamlar deydi ki teşkilatlarını öğretmesi gerek. Öğretmesinden onu yaxşılaş gerek dedi. Bundak gap. Bir teşkilatını tişidin bir skip öğretmeydi o. Mesela küçüklüğü yetse biz Şərq Türkistan Yaşlar Kurultayı'nı öğretenle biz bir kör bakaydı. Hiç kim sırttan kilip öğretemeydi bir nesini. Teşkilatlar işçi sesek, işçi çürük oğanışka işçiden yıkıldı. Şunun için birisi çıkıp teşkilatlarını öğretmesi gerek. Bu teşkilatların bunda öğretmesi gerek diye adam o yüzlük teşkilatının işçinin sağlamlıkta işenci yok. Şunun için kokaydı. Kokap deydi o gepni. Tamam sen Dünya Uygur Kurultayı'nın işçi sağlam olsa, muşunda derdim tutsa bir yerden suyu pok çıkmasa kim öğreteleydi onu? Özünü özü öğretedi muşunda pokları öyle. Fakat ulardan demek çoğu ne? Şu çıkan pokun hep cimrisini kövmez kisineler demekçi bular. Kanda kövmez kısarsak bütün milletini öldürse yaparım. Neye başlaması? Yani bir neyse bu emniyette haram əməliyyatda öğütücülər haydılıq. Bir siyasette öğütücü degan avunun hatasını köstüp berip onu doğru yolga tatip durdu. Ama bizde bunda işleydi. Bizde tıllımanlar dedi, takip kılmanlar, bizge çıraylık teklif berenler dedi. Makul çıraylık teklif berseniz anlamaydı. En addisi şu jığını ve para
bir vekil çıkarıp özünü saylımıga. Türkiye'den kelgen Burhan efendim var değil mi Burhan Kerim'imiz. Bir sual sorağına çavakla bilen hem bana diye avazlı var tekrar çavakta. Çavakla bilen basırıp hani sen bir bundan sual soraysa bir yerde diyendek hani ağzımda jum diyen şekilde aşı ne ketiyatmanda. Bir tal sualını sorğulu koymasam ve bir tal sual soruğa eden bir çıraylık bu sualını yaxşı sordum bunda cevap verimiz tamam aşıncılık muamele kılanmısan bir tal sualdaki bir küçük gibi bir öftüçilikке değil ya öftüçilerin avazlarını çıkıp gelişe bu da sen Burhan malımını öftüçike demenla fakat ayansızlar okşaş yakınmıqallığı üçün dağıtımı çavakçanmıqallığı üçün değil mi insanlar şunun üçün aşıncılık nəsige uncilik onu kubul kılanmay onda sekrep getidiğin bir teşkilat bolsa o senin işçinde ağacı nəsi çıkıdı inek bu. Ve bunu işçide özəngnin adamları işçiye kirgenler bunun çıraylık sözler bunu anlatamısa o vaxtda ıslahatını teşhidip kılımız. Eğer teşhidip mi ıslah kılamısa inkılap kılımız teşhidip. Görürsen. Bu kadar adlı nəsi. Şunun üçün mesela yeni bir sual sorayım. Rukiye Turduş Hadim, Nicat Turgun, bilişimci Amerika'da Uygur Birleşmesi'nin reisi, bunların hepsi Dünya Uygur Kurultayı'nın vekili hoşlanmaklışı sayılanıp çıkıyor. Babam Tukuşu'nun ya Dünya Uygur Kurultayı'nın sualı bir şey. Sizlerin sayılanan vekilinlerinin kaçısı badi, tallanan vekilinlerinin kaçısı badi, sayılananların kaçısı badi diye. Bunun bir cevabı mevzuda kaç adam sayılan kattı, kaçısı badi. Evet, Haberin yeni bir ikram verip koysanız bu Sebeol Dempsey'nin çıkardı. Aşının da bu Dünya Uygur Kurultayı'ndan aldı hükümet. Dünya Uygur Kurultayı'nın işçide demokratik prensiplarla iş kılış yok depti Dünya Uygur Kurultayı'nın bir çok başlayı. Zaten bu doğru abi hepimiz biliriz ve demokratiya yok. Ama ikinci cümlesi ya belki Enver Kerinçimizin dediğinde Dünya Uygur Kurultayı Xitay Komünist Partisi'nin ejendasına uygun değil. Ya planına uygun depti. Dünya Uygur Kurultayı'nın bir rehberi. Enver Kerinçimiz haberini içip görüp baksa belki abayı diyenlerge bir hoşumcu bulurdu. Hoş. Rabia Kadirxan telefon urup kaldı. Anlap bakandık sözünü. Hoş. Ve aleykümselam. Avazlarını anlatınız. Ma qaysi hozir Nahmadan telefon qildim ya. Men program qilayotgan tuxunda o'z keyin telefon qilsizlar. Yoki so'zlar bo'lsa anglaymiz. Jima xo'sh. Xususiy arif telefon qilibdi. Yana bir telefon bor. Aytmoqqa. Hoş. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Nimdi degimiz bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Farruh, men Gollandiyadan. Assalomu alaykum. Deb ovozim chiqyaptimi? Anlatimiz evde ha. İnandık men Dilyar Musabayev efendimden bir ikki savolim bor edi. So'rang. Ciddi. İnan men ama şu abayt yaqim 2019'dan tatip bildi men muşlarning şu indigenous kirgenini dedi abay. Şu Dünya Uygur Kurultayı'nın kiço. Hamda 2009'dan tatip bilipdi hamdi şu Musabayev efendim. Nimişki aşkarlaşını halimi diye, nimişki aşacağdı da reddiye verip başlarını turguzuşunu halimi diye şunu bir sonra baksam da telefon kaldım. Bak anlap bakalım. Tamam buldu. Tamam. Ya bu nesi bek adli ameliyatta bir nesini körüp bilgen amalı onu onda yaptı dep atmayımız ki. Bunu köygendikin aval izledim.
izlenip eminəsin tep çıxan dege bularmış taqıptı degendikin 2009 yılı bu nəsə boğan vaxtıda Rabia Qadir xanım işinin beşidiki o düşüp 2017 almışkandikin bu hazırqılar qanda qaraydı bununla. Bunu bir bilişim gerek aldı da. Hazırqılar bunu amal va qadam yok qılıp atamdı. Yakı qanda qaraydı. Onda oqandikin biz aldı bilen bir söhbət kuruşumuz gerek. Diyalog işinin keynide. Kurup manasını köydük. Bunun sili qanda qaraysılar. Deyişimiz gerek. Ularning bir meydanını bilişimiz gerek. Ular rasmuş yolda yana davamlıq neni atamdı ya bunun tövbe kıldı mı? Ya bularla qat'iy alaqası yok. Burunqilarning xatoları mı? Onu bir iniqlashimiz gerek. Özüdün bir soruşumuz gerek. Biz bir yıl bunun sarf kıldık. Sözleştik, görüştük, ayrım telefonda sözleştim. Ruqiyya Turduş xanım, Nicat Turğun qarindaşlarımız bilen en azda 10-20 qitim sözleştik bu temini. Bunun dikin şu bütün yaşlar yığılğan bir yığındım dedim. Onu emmisi bu ama instituttaki yaş qarindaşlardan ma'rifdeki yaşlargacha emmisi bildi bu işni. Onundaki Erkin Ekrem Efendim'nin özüylemi bir vasıta sözleştim. En ahırsından bana kelgen nerse şu mine en veliki toqta hemsi xalqning aldığı çıkı dikenimiz diyen nerse şu. Boptu bu bir hatalık boğan bolsa bundan keyin bunda hatalıkның aldığını qanda alımayız. Bununla qanda garanti berisizler degan sualımga ay deyiş oldu. Ondan sonra xalqning aldığı çıkı diken bu iş. Bular tövbe qilmaydi diken dedim. Şunun üçün bunu onunki yan birisi hazır Faruk Erinişimizde deydiğinin hem nesinin vakti ve zamanını doğrulap durup atmışsınız. Bu nesinin tesiri ondan bulmaydı. Xalqning diqqatidan keçip gidiyordu bizde. Şunun üçün hem nesinin bir vakt, zamanı ve makani hem nesinin kıymetini belgileydi. Şunun üçün şununla xalqning diqqatini bir yay merkezleştiriş üçün degендek işte vakit kiti demdi. Ama bir yıldan artık vakti bunu sözlüşüyle ötküzdük. Manda iş var ki bunu qanday tek bulam emas cumhur qarindaşlar. Aldığımızda yana batır bunlar nesler. Abek qarindaşımız degендek bu qurultay bilip qalamdı, bilmey qalamdı. İşte yana bar bunlar işler. Görüş aldığımızda yani açılıp içildiği şunu peyt kelgende içildiği nesler. Tordaşlarımız, vatandaşlarımızdan biri soraptı aynı çıkarıp koyduk sualını. Endi nima qilamiz degan tema ostidagi oxirgi moddasida imzo to'plab rad qilish ishini Dünya Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bosh bo'lib ilib boramdi yoki biroz chiqish saqlandiq debdi. Bu şunu qilishni xohlaydigan barliq tashkilotlar hammasi bir yerga kelish, bir yerga tan qilish kerak. Bir tashkilot qilsa bo'lmaydi. Shuning uchun biz bilan aloqalashib bo'ldi. Barliq tashkilotlar aloqalashib bir nima qurib, bir top qurib, ashada hammamiz so'zlashib, tan qilishimiz kerak, tan etmirishimiz va taşışımız gerek. Şurada Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining mesaj yazadigan yeridan aloqalashsa, biz shuni logomizda qo'yamiz, mushtanasi yozilishi kerak. Ve xalqning imzosini to'plashga biz degan tashkilotlar biz bilan aloqalashsa bo'ladi yoki shaxslar. Endi bu bunday deyish-chu, bu yerda eng cho'ng unutilib kelayotgan narsa shu. Dünya Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarga vakillik qilamiz degan iddaosi masalaning eng cho'ngi shu. Yılanның beşi şu. Sen bizge vekillik qilmaysan, u qadursiz. O gep şu. Şunun üçün bu narsa to'xtish kerak. Agar to'xtamasa, bular bizga har bir qilgan xatolig'i butun xalqqa vakil bo'lib qoladi. Bu narsa to'xtish kerak. Agarda bu narsa to'xtamasa, ben hozir degan imzo yig'ish bu shuni harkat buni kesib o'tadi dunyoda. Butun dunyadagilar deydi o'sa biz vakillik qilmaysa 15 bin adam sana vakillik qilmaydi deb tuğu deydi, kesiydi bunu. Hem de dünya ama siz sorunun sualga ben cevap verişini ötep ketiptim. Biraz bugün biraz qiyinib qiziq qaldı meni. Dünya Uyghur qurultiyi asli nima ish qilish kerak, nimani qila oladi da'vo uchun deganda barliq Uyg'urlarga vakillik qilaman degan gapdan voz kechish kerak. Bu men so'ray, sizlarni bir IDD mecburlamdi ya bir Xitoy mecburlamdi. Nimanda umroq sizlar bu gapga? Hamma Uyg'urga vakillik qilma degan gap. Hammamizni bir xalqning ishchiga qochilab, og'zini tutib so'rab, "Meninglar" degan bir buyruq bormi sizlarga bir yerdan? Nimaga umroq sizlar bu gapga?
bu gapdan voz kechish kerak. Biz faqat bir Uyg'urlarning xalqarалық cho'ng bir tashkiloti tugdi. Chunki mushunda xatolik chiqqan vaqtida bunga o'zak ega bo'lsa, millat ega bo'lmaydi u vaqtida. Bir tashkiloti desa. Shuning uchun mushaga qaytish kerak. Bir tashkiloti. Umum vakillik qilgan tashkilot emas. Bundan voz kechish kerak. Eğer voz kechmasa, Amerikadagi imzo to'plab, hozir 10 ming, 20 ming Uyg'ur imzo to'plasin, tugaydi shu kuni vakillik qilmaydigan quruq gibi. Uni qilish kerak, Uyg'urlar adabini berish kerak bu qitim. U nima desa sening ras, yilimi 15 yil gapirmadik biz bunday ishlarga. Shuning uchun amda o'simi chiqish kerak, chunki vatanda adam qolmaydi degan mushtan meni. İkincisi, Dünya Uyghur Kurultayı özünü bir yumuşak, evrişim şekilde insan haklarını qoğdaydigan bir teşkilatlarını bilip, on tarafta müstakillik deydigan teşkilatlarının yolunu içip koyup meniş gerek. Yani bu davanın evrişim, yumuşak insan hakları deydigan bir kısmı buluş gerek. Bu yani bir nesini de öteyim. Dünya Uyghur Kurultayı qarindoshlar mesela bazılar bunda deydi. Dünya Uyghur Kurultayı işini qilaversa, sizlarmi no'chosanglar ishimdan qilsanglar bo'lmamdi deydi. Bilamsizlar, qarindoshlar, men buni ochay bugun. Dünya Uyghur Kurultayı o'zidan boshqa hamma odamni chaqidi chet ellikka. Hammasini yo'lini kesish uchun chaqidi. Shaxsan bizning yo'limiz az kesilmadi hozirgacha. Hatta şu Volkswagen faoliyatini bir test qilib chiqarib qo'ygandik. Amerikadan ishkaylan Volkswagenning vakili biz deb Volkswagen bilan aloqalash qilibadi. Bizning xabarimiz yo'q. Bundan yana bir narsani deb beray. Bag'an 2019 yildagi yig'inda men Dolqays apandimdan bir savolni so'radim. Strategiya yig'inida. Salih Xudoyarning qaysinglar chaqdinglar dedim. Esimdami Salih Xudoyarni bir yig'inga kirgizmay Amerikada bir ishlar bo'ldi. Qaysinglar chaqdinglar deb so'radim. So'rasam ismini depadi chaqadim bu. O'sha dedi, hammasi ku shu yig'inga qatnashgan. Ya'ni Dünya Uyghur Kurultayı biz mi yad işimizni qilaveramiz, silim ishinglarni qilinglar deb chiroyli gapni qilgan bilan xalqning oldida. Amaliyotda chet ellikning oldida chaqidi, yo'limizni kesidi. Shuning uchun biz Dünya Uyghur Kurultayı hammasiga vakillik qilmaydigan yerdan o'tsa, boshqa tashkilotlarning Sharq Turkiston mustaqillik degan tashkilotlarning xalqaro yo'li ichiladi. Shuning uchun muhim bu narsa. Ular ishini qilsa, sizmi ishingizni qilaversangiz, chaqmasin, kesmasin yo'lini. Hozir men buni demasammi bilasizlar, Turkiyada bu tashkilotlar birlarini saqchiga tutqizadiki, Yevropada birlarining uyiga saqchi besib kiradiki, tashkilotlarning bu parcha chiqishtirgan xeti bilan. Bu to'xtatish kerak, sizlar qanday odamlarsizlar? Qora guruhmi, mafiyami deymizlar? Uzaqlarning xalqini chiqishtirib, bu Yevropada shu. Shuning uchun bir narsani unutmanglar, sizlar chiqishtiramsizlar deb chiqsanglar qilinglar, kuch xalqda. Bu xalqning bir yiqqan imzosi ham bunlarni o'tkazib qo'ydi joylarda. Xo'sh. Ama ben deganimda yana bir narsani ne qo'y. Erkin Akram apandim bilan Nuriy Turkal apandimning men istiqlol ekraniga men bilan chiqishini xohlayman. Chiqsin, qonun tarafini tushuntirsin bizning advokatimiz xalqimizga va buningga nima uchun kirganligimizni, buningdan qanday chekinib chiqadiganligimizni so'zsin. Yani jiddiy Dolqin Aysaniga apandimning kallasi bo'lsa, bu bir xatolik bo'libdi. Bular kechirim so'ramaydi, bular xatolik qilmaydi, ham ish to'g'ri bo'ladi. Asli aqli olsa bu ish xatolik bo'libdi. Biz bu forumdan chekinamiz. Xuddi ko'ylak kiyib ayollar komitetiga kirganimdek, bu komitetiga kirganimda xato bo'libdi deb chekinishni bilish kerak aqli olsa. Ammo hozir o'zi xalqning qarshisiga chiqib, menga eng og'rimga kelgani, ya'ni mening g'ururimga tekkini bu chiqirayotganlar Xitoyning nimasi bilan nima bo'lishi mumkin, xalqimiz diqqat qilaylik deydi. Ular Dolqin Aysa, mening sulolam bu vatan uchun jinini, milini ham nimasini bergan sulolaning avlodini. Sulolanga bir qarab, ularga gap qilib. Tamam, Xitoyning nimasi kim o, qanday
Abay nimaga javob beraman. Dunyoviy prokuror deydi. Başlığı depti. Biz Xitoy uchun ishlaymiz deb. To'lqaysa endi javob bering. Xo'sh, kim Xitoyning adimi, kim Xitoyga yaqin, o'zingizning yenidagi boshlig'ingiz kim o? Deb biring endi ko'raylik. Sizning bosh qatimliq program boshlagandan keyin eng ko'p push qilgan ishimizning birisi fitna bozoriga aylanib ketdi degan so'z bo'ldi. Biz bunga loyiqli javob berdik. Fitna degan so'z haqida qaytadan yana bir dini sadiq qarindoshlardan murojaatda bo'lyapmiz. Mushaqda xalqni jiddiy savodlantirishning lozimligini deb. Boshqa sadiq kishilardan so'rayapmiz. Mushu fitna to'g'risida biraylarni munozir qildim. Mushu diniy sadiqi bir cho'ng qarin, ya'ni jamoatning beshidagi cho'ng qarindoshlarımızdan birisi yaptı. Undaqcha ustozlarimiz. Fitna pasat bo'pti debki, nari fitna pasat bo'pti desam, 1987 yildagi dibini o'qidim deb nima ya'ni bo'lgan narsani bizning bergan narsalarimizni o'qimabdi. Bu ya o'qisa, ya'ni 1987ning gapini qilmoq, biz 2007ning gapini qilyapmiz. Burun bular bir narsani ko'rib, tushunib, o'zi to'g'ri ko'rmasa, xato ko'rsa, fitna pasat deb chiqadi deb o'ylaydim. Hozir qarsam, bular bir narsani o'qib tushunamizmi, fitna pasat deydigan o'xshaydi. Qarindoshlar, el vicdan yo'qmi? Vicdaninglarni maydonga qo'yinglar. Bugun ko'ryapman, Do'lqinaysa apandimning bergan yag'an bayonotlariga yo'q yurakdan birini berib, bunda besh chiqqan qarindoshlar, tarix sizlarni unutmaydi. Tarix, men programmalar burundan deb keldim. Abay Anvar degan qarindoshimizmi dedi, tarix bularni bunda yozmam dedi. Tarixga to'qib yezilimiz dedim-ku men necha programmada. Agar bugun to'g'ri yo'lni tanlamasak, tarix to'qib yozadi bizni edi. Aşu başlar, aşu yürekler tarih hatırlatıdır. Ertuğun bu texi bu da iç birey. Bu nesler içilgan sıra qarindoshlar. Bu millet qavranlar verib tükürü dayatlıkka. Şunun üçün yürekni başmaltaqni ko'tarimchilik bek tutib ketsin, onu qilmay turib, tarixda ben nerede turvatime. Tarix bir kuni qanday baholaydi. Diyendiniz. Önce Enver qarindoshimizdan yana birisi tarix bulanmışda yazmamdı dedi. Bu yer bir mesele var. Bizde şögürüş tarixçilik var Uygurlarda. 70 yılın aldığındaki hayırlarını hain diyemeydiğen, emisini aklaydığı şögürüş tarixçilik var bizde. Şunun için o tarixindeki nemini, hainni tamgın mıhlap, ma vatanını satkan, ma kahraman dini keşke ular dış vaziyet şunda bu başka bular imza koygan digeşke tarixçiler. Bugün ve bundan keyinki hayırlar mı? Vaziyet şunda bolsa imza koysak bolu diken o digenge künep kalıdı. Bununla maslışıp alıdı. Mesela tarix digenge kımda muamele kılıdı. Mesela bir nesini karanlaya hazır emmeyle bölüdü. Ertuğrul'un kinosunun ki emmeyle bölüp gitti. Ma en tesir kalan nesinin birisi. Sadrettin Köpek. Sadrettin Köpek degen Sultan Alaaddin'in nimisi, veziri. Alaaddin Keykubat'ın veziri. Selçuk İmparatorluğu'da. Ama şu Sadrettin Köpek'nin hainlikleri sebebidir. Halk onu o kadar mınısıgı yazdı ki bugün işini köpek deydi Türkler. Başının ismi değil, işitme işiltidir bugün Türkler. Tamam? Köpek degeni işte bu. Sadrettin Köpek'nin isminden gelgen. Sultan Alaaddin'in vezirinin. Manda muamele kılırsa hain degen. Vaziyet şunda mesela Ruslar bizden sitiv etkendi vaziyet şunda. Demiş ki Afganistan'da hiç kim satamıdı. Demiş ki Afganistan keşke hemisini uğruş bilmiyordu. Demiş için satamıdı çünkü heller işçide yıkılıyordu. Teşhid edemez. Heller'in işçide oğru olsa Heller'in dervası iş tutmaydı. 40 yıllardan boş Heller'in işçideki hayırlı sattan. Bugün bu aldı bilen dava kılımız, teşhiri çıkımız, çetellikler gibi Şarkı Türkistan meselesini anlatımız desek, aval Heller'in işçiliği kırvagan, düşmenge işçiliği çıkırdığın Heller'in işçilik hayırlarını biliş gerek. Konuş gerek. Bu şehirde söz temisi fitnaga gap qal yerde bir haqli qo'g'onligimizni bir narsani deb qo'yayım, men qo'shimcha qilib.
bizga nasihat qilgan bo'ldi, ba'zilar tahdid qilganlarmi bo'ldi. Har xil qo'ldan kelganlarni deb baqqan bo'ldi. Ammo ko'pinchidan bizning so'g'allarimizda ko'rdingmiz, ha dedi, unda aslında nari xato. Dalil isbot ko'rdingmi, o'tirdi, dalil isbot qo'yolmasa, uning qarshi dalil qo'yinglar. Agar dalil qo'ymay, hissiyat qo'ygan bo'lsanglar, bugun hissiyatdan atlab o'tib ketdik, kechiringlar. Dedik, oldimizda kim bo'lsa, bununla iş çağırtıştan başka bir narsa diyemedik. Çünkü insanlarımız aldığın kıtını programımızı koygan bolsa, kuyruqluq Mazaq hocamның hikayesini dep ötüp ketdik. Hani eşekning qabrisiga secde qildigan darajaga bağlılığımızdan tarix çoxum bir gün açıdı bunu. Bunun için bugün biz qılıbatqan işimizдің haqiqatligini ekranda bo'layotgan narsalarning dalilsiz bo'lmayotganligiga guvohlik berib kelyapman. Ko'nglim yo'q. Bunun qartab bizden qo'llovchi qarindoshlarımızdan inkasları şu bo'layotdi. Chapandan, markadan yana bir narsadan qo'rqadigan ya o'tib ketadi. Jonni olgan ya bo'lsa, loyiqi bozor chiqsa fido bo'lsin degan bosqich kelgan yerimiz bo'lganligi uchun hech kimga bu qatim rahm qilib shafqat yo'q yoki qo'rqinch yo'q. Uning uchun va yana bir eskartib qo'yduğumuz program munosabati bilan bu ishning beshi. Ben dilerini ben aynı düşünmeyemem. Lakin kılıvatkan işlerden şununla ben biraz köygen dersem şu ki bu işin ahırı çıkan çağda bugün bizim nasihat qilgan yoki o'zining gibi bo'yicha yamjimizning jumla qilib yurgan chapanchilik qilgan yoki boshqa suhbatlar bilan suhbatlangan bilarman qarindoshlarning levni tishlaydiganligiga ishonchim bor. Ya'ni shu chog'da ko'rishimiz, assalomu alaykum deyishimiz deb kelyapmiz. Inshaalloh hayot bo'lsak. Bir telefon var, alay. Çünkü telefonla biraz hürmeti bağlamayabiliriz. Arkadaşlar ciddi soran olsa. Assalamu alaikum. Kim bolasiz? Nim demek istersiniz? Assalamu alaikum. Bu programı görüyorsan varlık arkadaşlar. Ahmetcan, ben bu nimeniki programınınki resmi bu yemisizdeki müzakere katlaşmadan bulmağanlığım için ekrana çıkmadım. Şununla ben sual emas bir teklifini berip koyay degan asosda telefon qilyapman. Şu kim bo'lasiz? Şu ismingizni bir deyip deb ana. Mening ismim Qurban. O'zim Finlandiya turman. Merhamet deb qilgan. Bu hazır bütün halkımızın arasında bo'layotgan bir tema indigenous people meselesi bu xalqning nayt qayg'u ahiretga silvetib andishiga selyotdi. Meningki ko'z qarashim bu unchavala xalqning qayg'u sog'idek bir ish deb buni tashkil qilsak menimcha toza va yaxshi ish emas deb qarayman. Chunki u Dünya Uyg'ur qurultayini hech kim bir Uyg'ur vakil deb saylab bekitgan yeri yo'q. O təşkilat apırıp onu da iltimasını kılıp yollagan bolsa bizden nurgun teşkilatlarımız var. Ne diler elimizdeki oturup koyup manda işini kısak diyen tekliflerini naiti yaxşı ben kollayman. Ben şu gepten başkalar dep kelyapman. Bu bir teşkilat naiti bir teşkilat bir apırıp engi ağzı koyup onu biz inkar kılsak tükeydiğen narsa. Bunu bütün Uygurlar ve başka teşkilatlar berip ma teşkilatımızı tanımayımız. Bununla işimiz yok. Bizdeki manın neslini sen kirgizvapsan ama kirgizvapının hatayı kim udul bir nas ekerse şunu kirgizvapsan bolamdı dep aşını inkar kılıp doğrulat yollap inkar kılsak tügeydi bu mesele. Hazır bu bütün Uygur belki de kayvasiratta korkunuş içinde kap kaldı. Menimce bu neslini adil tüketisi gerek de parayım. Çünkü biz sayılmadık. Hiçkandak bir yani ta hazırgacha hiçkandak bir teşkilatını biz Uygurlar bizge vekilde bekitken yerimiz yok. Özleri ve o nedenle saylab Cumhurbaşkanı bolğan yani işte teşkilatını özleri kurulup özlerini yoğurtvaga iş var. Teşkilatlar Türkçe desek dernek bir Uygurca teşkilat. Efendim sizden bir sual sorayım mı? Bir skam yeri yok. Sizden bir sual sorayım. Siz özünüz bir teşkilat katlaşıp baktınız mı? Hayatınız mı çetel çıkan ya bir siyasi faaliyetler başlayıp baktınız mı? Bazı teşkilatta bulatımız benim onu ben hazır demedim çünkü abi asker koydum ben o
suhbatniki rasmiy adım bo'lmaganligim tushundim. Bizniki xalqaro qurgan Uyg'ur hurlik munbiri degan tashkilotimiz bor. Turkiyadami meniki oldida biz Mahmud Qashqari Uyg'ur Mahmud Qashqari tarbiyalash jamiyatida bir tashkilot qurgan. Hozir yana Uyg'ur jamiyati degan bir tashkilot bor. O tashkilotning shu boshlig'i men. Shunaqa hozir o'shni demadim qo'yarlik men chunki men suhbatniki rasmiy adım emasdi. Chunki shu ishni tushunadigan odam bo'lishi lozim-da, men uning uchun so'radim. Xalqimizga biz o'zimiz butun Uyg'ur xalqi vakil deb saylamagandan keyin uni biz e'tirof qilmaymiz. Uni qanday yangi bir ishi bo'lsa, bir yandan amgag'iz qo'ygan narsani biz doklad yo'llab, abayliqi diyor imzom degandek, umuman biz ko'p sonli odamlar bir imzo etib doklad yo'llab, uni amalda qoldirsak bo'ladi. Xalq bak bunday qayg'urib ketgan masala emas deb qarayman. Shuni bir tak mishalda ko'ryapman qarindoshlarimiz, mo'jiza ishkan bu bak to'g'ri masala emas ekan degan ideyada bo'lib bir endişelerden qutulsa diye umiddaman. Siz bilan keyingi suhbatlar ko'rsak bo'lgandek, agar yurgingiz bo'lsa, ma'qul, rahmat. Yani hozir qiyinchimizning degan bir nuqtasi shu Dünya Uyg'ur qurultiyi yeri kelganda hammamizga vakillik qilgan tashkilotlar ashtaashdan qilib qoldi. Yeri kelganda u faqat bir tashkilot. Ammo Uyg'ur e'tirof qilmaydi degan gaplar o'zimizni bezlaymiz. Bu uzun yillar oldu bunda ishlar davom qilyapti. Shuning uchun bu qitim buni rasmiylashtirilishi kerak. Bu tashkilot hammamizga vakillik qilgan bizning vakilimizmi yoki bo'lmasa bizning emasmi? Bir imzo to'plash kampaniyasi bilan dunyoga mesajni bergan bo'ladi. Bundan keyin oldiga borganlarmi, sening majiri xalq seni vakil deb qaramaydi-ki, sen bu o'rningni bilib, yo'g'on gaplarni xalqaro kelishimlarga kirib olmay, biladigan yeringni o'rningni bilib qilib qil deyishni biladi. Bir imzo to'plash faoliyati xalq ular bizga vakillik qilmaydi degan narsaga 10-20 ming imzo bilanlar uning yerini bildirib qo'ydi xalq uchun. Shunga e'tiroz qilmag'ashqa, gap qilmag'ashqa, nima desa degashga ulama xalqqa demay, ash o'zi bilganni xalqning nomiga qilib ketaverdi. Ularning qilayotgani ham g'ayri mashru, siyosiy asosi yo'q, ham qonunsiz ish amaliyotda. Shuning uchun bu narsa chiqishi kerak. So'zlanishi kerak. Lekin bu qiyinchimizning degandek bu unda qayg'urib ketadigan, bundalik bal qo'yadigan ish emas. Bu adam qarindishimiz emas-ki. Ba'zan qarindoshlarimiz deydi, bu kishi sobiq soqchi deydi. Hozir qaraganda pensiya chiqmagan kishi o'xshaydi bu. Hozir gibidan qaraganda. Lekin bugun bayatniya bir gapni dedik aziz qarindoshlar, bugun o'tirib chiqayotgan narsalar ishning faqat jipuchi. Yani kim bildi ağamçının kendi mozayvalıqını deyilgan yer kelgan çağda hicalat qilishlar, tiziklik desep qilishlar. Şuna en yaxşısı o'zing tutulinglar. Keyingi savol. 2009 yildan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyining Indigenous People qatoriga kirishi iltimosi DOC'ning tor betida e'lon qilinib, Indigenous People qatoriga kirganligini e'lon qildi. Shundan keyin Sharq Turkistonda nurg'un bahona sabablarni o'ydirib chiqarib nurg'un Uyg'urni qirg'in qildi. 2014'ten başlap kamplar qurilib, Uyg'urlar tutqun qilishga boshladi. Uyg'urlarning soni ozilib, xalqarodagi Indigenous People'larning soni yetkazish uchun 2017 yildan boshlab tezsurat kankunlarni tutqunni boshlab ketdi. Mushu mas'uliyatchilikka qarab Dunyo Uyg'ur qurultiyininki mushu lagerlar masalasida bir kichik yassi bormi qanday degan bir savol tushdi. Buni oldin qatim siz suhbatingizda bir şeyga bir savol tashlab qo'yib ketdingiz. Balki men qarindishim shundan izlab tafakkur qilib boqqan bo'lishi mumkin. Siz balki bugun savolning javobini olib kelgan bo'lishingiz mumkin. Marhamat. Yani men rostini desam kesib bir narsa aniq deyolmayman, ammo shunday bir narsa bor. Oldin qatim men savol tashlab qo'ydim, shuni bir tafakkur qilaman. Chunki mening kallamdim shuda. Bular deydiki, indigenous people bo'lsak biz, dunyodagi indigenous people'larning taqdirini to'lasa lager ichilgan, qirg'in qilingan bunday ishlar bo'lgan. Shuning uchun bizga bu lager ichilishining oldida masalan deyli, ba'zilar bu gapimni shu birdan bir sababi shu indigenous people bo'lish deb tushunyaptim, unda demoqchi emas. Unda o'ylang bir mashinaning minish uchun deydi, oldida 10 tane qizil chiroq bor. 10 tane qizil chiroqning 10 elisi yeşil yansa bu mashina mavsi bo'ldi deydi.
10 tane çırakның birisi şu indigenous people buluşumuz bu kaldı mı? Ağın 9 başka çırak var, başka sebep var elbette. Birisi mesela Amerika'nın Afganistan'dan çekinişinden bir yerden qo'rqash, bu xalqning mustaqil bo'lish ehtimoli deyarli başka çırak olsa, bu indigenous people bo'lib qolishimiz yana bir chiroqni, ya'ni oxirgi chiroqni yeshil yiqib berdimi degan narsada mening kallamda savol bor. Chunki indigenous people'larni lagerga solab bunday qilsa, g'aribni nima deyolmaydi. Chunki g'aribning hammasi deganda qilgan bu ishni indigenous people'lar. Endi biznikilar tayyor berib indigenous people bo'lib birishi bu dötlikmi, hayırlıkmı, ya Amerika enede pul aldık deb qilgan ko'tarmichilikmi? Sebebini bilmayman. Ama aytım tariximiz çok bir hatalıkmı biz, çok bir cinayetmi birisi. Şunun için şunu qilgan 4 jinoyatchi bilan meni ekranga chiqing demanglarda, ularni ekranga chiqmaymiz, xalqlarni so'roq qilamiz ularni. Rabia Qadir, Ömer Qanat, Alim Seyitov, Dolqin Isa hozir Dolqin Isa'nın juriyada yashadi. Bu 4'ünün aldığı çıkıp münazir kıldığı nersi yok. Bu 4'ünü sen demiş kıldın hep sorak kılış gerek. Münazirni kim bilen kılımız? Advokatı bilen. Nuri Türkel Efendim bilen ve Erkin Ekrem Efendim çıksın. Ularla münazir kılaylı. Bu müstakillik hukukumuz var mı yok mu kandak diye. Hani kim var? Tapşak Veli, Asya Uygur, Mehmet Tohtem bulardı ötemeye kaldı insanlar. Özünün dinde hakkında öz düşenmeydiler. Şu benim karışım bu. Yani bizim karışımız bu. Hem de halkımızın vicdanına nimsiye koyup koyduk. Yani aziz kayrindaşlar, bizden bu davanın tutuluşup, özü dessep, özü üstüp minişi de benim eskiğallarım davanın bir yerleri ilgi hatalık buludu karanlar. Bir nersi hatalık buldu. Ama hatalıkını oңşaydıgan mekanizması buluş gerekçi. Bir nersi hata ketken vaxtıda onu oңşaydıgan mekanizm. Mesela Dolqin Isa Efendim bir hatalık indigenous people kıvetken bulsa, bir saylan bile onu düşürüp başka adam çıkıp doğru yolga gitmeniş gerek. Devletler zaten şunda işleydi. Trump çıkıp hataya gitmeden bulsa yeni birisi çıkıp ayak tutudu. Bu hata gideceğinde yeni birisi çıkıp ayak tutudu. Aşından neyse bu iş kimden çoğundadısından kalan bilemez bu dava. İş kimden çoğundadısından kalan bir ötküze koygan bir nimesi emez. Yani yeni saylanıp hiç kim yok, rekabet yok, yeni saylangan tursa çürütüş doğrusu gap oldu. Ya ben çürütüş gerektiğimde onu zaten yani normalde bir siyasette her bir adam ma'lum derecede çirikleşiyordu. İmtiyaz, pul, yani bir neyse diğer nesler buzudu adamdı çoğu. Her kanında adamdı. Bunun da İngilizlerden gibi var o. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely dedi. Yani güç adamını çirikleştirdi. Mutlak güç, sizden başka adamın gücü olmadan sizde güç olsa, o mutlak çirikleştirdi adamını. Burhan Setifler'in işimiz tıpa uğrup kaldı mı? Bakılı. Hoş. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Anlavatınız. Avaz. Yaxşımı avalınız. Yaxşı tutdunuzmu? Dilyargım salamlar olsun. Sizgim salamlar olsun. Kövatam da vazir. Anlatın sen. Hazır qarsam maşallah 250 kadında körvatıdı. Demek ki hakikat hem adamın kulluğuna hoş yapıdı muşundak. Demek ki halkımız hakikat fayyadı çok. Ben bu neçe vaktin nurgun adam deydi. Millet uxlap qalıqlı, uyğanmaqlıq depçi. Əməliyyatda millet tınırqab qılıqçı. Qaysı yol əgişini, qaysı yol məngişini, qaysı partiya əgişini bilənmək tınırqab qılıqçı. Ama şunaq diliyar oxşaş, Allah xalsa. Mən sualımda hazır sorayım. Azraq bir komment verey dedim. Demek ki milletimiz uyğaq. Lekin tınırqab qılıqlıq. Yəni qaysı partiya əgişini, qaysı... Məsələn, mən yığımda doktor buluş sütüm bilen mən yığımda tınırqab qılıqlıq. Qaysı təşkilatqa əgəşsək, qaysı nimek əgəşsək, bizning nimimiz mustaqilligimiz asan tiz qo'l keldi degan düşünüzde men yig'ildi tangirqab qiliqchi. Men tangirqab qoyada albatta millatimiz tangirqab qiliq deb qarayman bu masalada.
Endi men Dilyaning programmani başdan yaxşı anlayman. Hatta bugün mesela Bayden qaytib geldim Avropadan. Yani şundaq bulsunmu, yani men 2,5 saatlik buldu görüvatman. Hem benim sualım. Hem de Dilyarga koyulgan sualım. Hem Tora Allah razı olsun. Bəzi həqiqətlərini yoxub bədiniz. Məndən bu doğruluqlıqı ziyadəgah qılım yox. Çünki ayadın keliblam yəni fitne qıldı degan ataqı qağım yox. Hem de mening demoqchi bo'lganim hem de bəzi həqiqətlər hem de həqiqətni ko'radigan adam ko'ralaydi, həqiqətni bilalaydigan ham bilalaydi. Hem de sizning bu masalaniki Küsan ustasının bir gapi bor. Men hem de ma bəzi başqalarga hem de mayadiki nima uchun 5 demedingiz 2009 demiş qo'yib qo'ymadingiz degan gaplarga mushunga azroq bir yani bir tushuncha beray dedimchi. Bir bu vaqt tug'ilirkan agar biz tezdan qo'pimizsak bizning putimizdan elivtidigan gapkanchu. Şunashqa aldırmay mengvilib andiki mustahkam qivilib ulnichu. Andan keyin onda halqa tip öğretmendismi öğretmenmaydigan bir holatga kelalaydiganchu. Bence hem de Dilyar mush fursatni saqladi deb o'yladim. Endi sualim, men sualga kelay. Hem de indigenizmi deyli, undayli, bundayli haqiqatan ham buning xato bo'lganligini masalan madaniy olimlarimizning tatib hammam es qiliqliq. Hatto men shu vaqtda men Yevropada heptikün halqa şokning ichida yashadimchu. Hozirmi o'zimning holatiga qaytib kelolmadim. Hem uni mening nima qilishimning holati yo'q. Men Yevropaga nimaga bordim? Mesela 3-4 yan aylangan bolsam mı, lekin sayatim bulmadı. Demek bu kallamga jiq ta'sir qildi deb hisobda. Endi Dilya men gapni uzatib ketdim. Demakchi o'g'lim endi sizning endi sizmi tashkilotga boshlanib ma'notsiz. Bizni endi mustaqillik yo'liga elib boradigan ba'zi planlaringiz yoki bo'lmasa shunday bir yo'llaringiz menchi bor bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Şu doğruluk bir iki eğiz çöndürüp muştunda qandaq bunundan çekinip yoki bo'lmasa bunundan çekinip çıqtab ümit qilyapmiz. Agar çekinmek qap qolsa sizning baytindingiz ham o yerdan çekinip chiqisham bir masala. Hem de o'zimizning qilib ketayotgan 35 milyon xalqimizni qutqizish uchun ham de ba'zi planlar bormi sizda? Shuni azroq o'rtoqlashgan bo'lsangiz deb o'yladim. Rahmat, gapim uzrab ketdi. Allah razı olsun. Sizga rahmat. Buldu. Rahmat Burhan ma'lum Burhan qeyrinishimiz. Albatta oldi bilan men abayaqın nuqtani bir ta'kidlab qo'yay. Ya'ni qanday tashkilot bo'lsa hech qanday odamning savol so'rash va gap qilish huquqini kasb bo'lmaydi. To'g'ri emas. U yerda demokratiya yo'q. Her qanday adam, her qanday tashkilotda savol so'rayish kerak. Shunga Burhan ma'lum biraz biaram bo'ldimcha, sekni Allohning sen og'zingni yum degandek chavash-chavanda haqiqatan biaram bo'ldim. Bo'lmasa Burhan ma'lum ikkimizning o'rtasida unda bir aloqam yo'qchimi qarindoshlar? Kun so'zlashib turgan adamimiz bir qitim biz salomlashdi. Malayziyada mening to'yim deb aytdi Burhan ma'lum, o'zi balki unutib qoldi. Shuning uchun. Endi yani aloqamiz shu, ba'zi qarindoshlar bu ikkisining munosabatiga o'xshaydi deb qoluvchi, unda telefon qilsa. Endi mustaqillik uchun qanday qilamiz? Savolga kelsak, oldi bilan jiq qarindoshlar ting'irqab qilganlik to'g'ri. Jiq qarindoshlar u yerni ko'rib boqay, bu yerni ko'rib boqay, bu yer qanday deb hamma yerda turib yiqilib, berib ko'rib boqadi. Ba'zida bizga qarshi tarafga turib qolganda ancha-muncha nimalarni yezishib qolamiz bir-birimiz bilan. Birinchi narsa buruq narsani unutib olishimiz kerak. Chunki men bunda deganda shuni dushman bo'ldim deb unutib olishimiz kerak. Biroq dushman bo'lib ketmaymiz hech qaysimiz. Tushungichi bo'lgan orliqda ancha-muncha etishib qolamiz. Endi mustaqillik uchun qanday qilish kerak deganda Sharq Turkistonning mustaqilligining o'zining ayrim plani bo'lishi kerak. Eng muhim narsa shu. Bizda bir kuch, buni Salih Xudoyorlar boshlatdi. Bu narsa pishib yetilish chiqish kerak. Chunki bizda bir kuch nima bo'lsa xalqaro dunyo qo'llamasa nima ish qilsang qil, biz mustaqillik olamiz. Biz jondan to'ydik, biz jonni tikdik bu yo'lga degan bir kuch chiqib baqsin oldidan men sadagan ketay. Bir chiqib baqsin, ko'rishlar dunyoning qanday qo'llaydi. Biz shunday bir narsaga oldinib ketyapmiz uchun mustaqillik desa qo'llamaydi hech kim. Shuning uchun shunday qilib yo'l ochamiz.
Şunu bizge erişinler, pulunu bizge verip, namayışını kılıp, pulunu verip, qağaşqa arlaşmanlar degen gepke könep ketdi. Emniyette on tarafından bir çıkıp bakaylı. Kollamdı, kollamamdı. Andrusko'da Xitayını parçalayımız degen tədqiqatçılar az emas qaribdə. Adaydı birisi çıkıp, Xitay bek güçlünüp getdi, Xitaydan hemiz kokaydı, ondan bunu Xitaydan sen bilen fuşişo kokaydı, başka adam kokmaydı, Avustralya'nın köygense kadar patladı Xitay'a. Şunun için bunda yalğan, çapanını silip, ya bismillah dibey durup, ruhumuzni sundurduğun, Әнімі тегіді қолы сәміміздің тегіді Қытай çıkıdığan bu adamlarning bu gaplarını o'tirab turamiyada deyli aldılar. Mustaqillik deydigan bir tarafga chiqsin. Nimanchalar qo'qidi bular? Bu quruq gap bo'lsa, devisida qo'qsa. Qilmamsa ishimni, namoyish qil, anaskantarning cho'qini ko'rsatching, bu nimaga nimish qarlishsa. O'tamamsa o'ta xayringdadash. Qo'qmasam, nimadan qo'qsa? Kim o seni sekretayotgan? O yerga bir kelimiz ki, kaldırma. Onun kendinden, şunun için bir müstakillik diyen nesibet çıkıp bakaydı. Hazır Burhan Malım'ın deyin bek doğru buldu. Elbette müstakillik planımız var. Kandan bunu alayımız müstakillik. Kayıs kanunlardan faydalı alayımız. Biz üstüdekilerinin kılış gerek olan neyse, kiyinkilerinin yolunu manda indigenous people mandallarıyla tosap koyuş emez. İçip koyuş. Sen kılanmasan mı, kiyinkilerinin yolunu içip koysan, kiyinkiler kılalaydı. Ama bizning yolumuzda içip koyuşamız, tosap koygan yerler var şundakçı. Ama biz bunu kılamayız. On tarafga ötüp, hazır birinci kılan dese, on sol işki bölünüş gerek bu dava. Ya handın hemmingi men vekillik kılımen dep çıkıbilip, Uygurga, Uygurca müstakillik, özünün nizamnamesinde öz tağdını öz belgileş, Xitayning aldığı vaqanda, İngiliz aldığı vaqanda, avtonomiya ağızdan çıkıvatkan gep. Bunda adam aldaydığı iş emni tüyüş gerek. Avtonomiya desenle, avtonomiya denla. Nime desenle denla, uyanlı Uygurga oynamay işinlerini kılınlar. Biz mayakta müstakillik deydiğalla, bütün dünyada bir halkaralık, bir federal, bir neyse şekillendiriş gerek. Bu, biz bu Şərq Türkistan Yaşlar Kurultayı şunun yaşlığını şu şekilde iş başlıyorduk da. Bütün dünyadaki teşkilatlar bu yere yığılsa onun tarafçıkiler. Onundakin dünyaya şikitallaşıyoruz bu da. Konkret, kandan müstakil olmamız, yol haritini mi diyen planını bu da programın sözü şeyle. Aslı şunu sözleşmek istiyorum var. Indigenous meselesi çıkmadan olsa. Rahmet. Ben bu biraz çarçıdım Ahmetcan. Efendim eğer ne olsa 2-3 saat podcast uzarıp yattığı değil mi? Suallar bek çıkken hemmini körep olamadım. Elbette bazılarınınki yani şu yanç tegivatqanlığı, çidimavatqanlığı ma'lum. Bazılarınınki yani şu kömeyle kulakını yopurupla nimi anlasa şunun kartta imkas qaytırdıgan bir şekilde aldı rasalıqlıvatqanlığı ma'lum. Bazılar köpünçe bu nimenin biraz cins kılğanlar, esasen xursan boğanlıqını. Bu patqaqtı türü verçi bir az olsun mangın olğan bir yoçuqni isqandek böyle nimede bolavatıdı. Bizge karşı bir yaram bulup bizge karşı gap atqan qeyrindaşlar üçün ben yaxşı tanlaş beriyatım. Qeyrindaşlar özаңлан bir yaram qilib bu bundaki ondaki deb sözlemey palvaninglarni chiqaringlar. Men de aytdim, Nuri Türkiye efendim çıksın ekranga. Sözü şeydi, açaydı yani başka nesler var bu kanunlarla münasebet başka yerler var. Advokatlı çıksa açıdamışçı. Hazır xalqqa zaten bu 7 dominantça bunu düşünüşke. Başka doktorlar var. 60. yıldaki dekolonizasyonun maddeleri kandan bozuldu. 64. yılı mesela Asya degan hanım özü çıkarıp koyuptu, özü düşenmeydi. Onun D maddesi var. Müstakil bulalaydan xalqlar degan kanunlar var. Burunqi tajavuzçılıktan qutquzuş kanunları. Aşkım D maddesinde qarasınız bu xalqlar başka devletlerle münasebet kuruş iktidarı buluş gerek degan nokta var. Ucu. Ama mavu indigenous people kanunu da bu yani kesivitidiği yeri ne mi desiniz? Indigenous people'ların başka devletlerle münasebet kuruş hukuku yok. Burun kanunun müstakil bolalaydı xalqlar işgal uçurganlarını qutquzuş degan şu Angliya parçalanıp Britaniya imperiyası kichikliganda chiqarilgan kanunlar var. Çok anda ular chiqitib xalqqa qanday o'tkazib beramiz deb burun koloniya tuproqlarni. Bu kanunda bahonasilarni to'sib etgan uchun ma'lum.
Şu burun aşınında bağ hukuklarımızda bağımda tosib etkenini körüp durup bunun kirgen gap bizimkiler azal olur. Şunun üçün qeyrindaşlar, öyle ben burun meni kömügen qeyrindaşlar davada avtonomiyachilik degan programmani qildik Ahmetcan bilan şu 6 ayda. Şunu bir ko'ringlar. Bizning davada 2011-yili bir oliy kengash yechib Dunyo Uyg'ur qurultiyi bütün tashkilotlarni yig'ib biz avtonomiya alsak bo'lmamdi deganni talash tartish qilgan. Şu yig'inda biz avtonomiya elishimiz kerak degan odamlarning ovozini qo'yib berdim men programmada. Şu programni ko'ringlar, avtonomiyachilar bormikan, yo'qmikan, bir yig'in ichib avtonomiya olamiz deb so'qashganmikan bizning ishchimizdikilar. Onunla bazı teşkilatlar karşı durup yo'qotib mikan o gaplarni. İçimizde avtonomiyachi bor degan pishni pasatmikan yo o'zining ovozidan qo'yib beribdimanmi men davada avtonomiyachilik degan programmani ko'rsanglar ma'lum bilan to'liqlanadi. Ya'ni mening javobim tugdi. O'zimni Ravrus charge deb degan 5ta o'tag'an pet o'tiryapmiz Ahmetcan bilan. Ahir bir ofçu sual sorilibdi. İmzani qachon yig'imiz degan savoldan keyin savol qilsak, imzani qachon yig'imiz? Bütün teşkilatlar biz bilan Qachon boshlaymiz? Biz bilan teşkilatlar aloqa qilsin. Sharq Turkiston Surgunlik hukumati, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi ve şunun o'xshash barliq teşkilatlar, barliq xalq hammalar bo'lib bu teşkilatlar şu nimeden aloqalashsa bo'ladi. Biz bilan aloqalashsa umumyüzlük yani Sharq Turkistonning 10 qanati mustaqil chiqadi endi xalqaro sahnaga chiqishga tayyorlanish kerak. Chunki biz xalqaro sahnaga vaziyat pishib ketdi qarindoshlar. Men rostdan desam bu o'ng sol degan narsani da'vat qilib, fardlarning kayni da'vat qilib 1,5 yil, 2 yil bo'ldi. Buni tushuntirib bo'lmayapti menchu. Xalqaro sahnaga xuddi Tibetlarning Sürgünlük hükümeti avtonomiya alımız deb Dalai Lama'nın ölüşünü saklayatıdı olarçu. Dalai Lama ölgendikin bir günde ular nimini özgertene xotunu başka xot salalaydı. Çünkü uruşup durup devlet alımız devatkan Tibet yaşlar kurultuyu var. Hergiz yol koymaydı, Kızılsızak'tan hergiz kendini yanmaydı. Her gün kandan bilüsle vakkıdı Tibet yaşlar kurultuyunun saylangan bir vekil, hükümetin bir şirketin mustakillikte xotunu burap ketmeydi gandi ulanım. Bizde olsa müstakil kanat yok, yol koyulmagan. Kapatkan, şu urup tepip desep çeylep ötken 15-20 yılın yağı. Müstakil kanatının şekillenişine yol koymagan. Şu kurultay özü. Şunun için bu şekilleniş gerek. İki kanat buluş gerek. 10 taraftakiler müstakilçi, hergiz yanmayımız kendimizge. Kimdi kim avtonomiya Xitaydan zimin talep kılıp, zimin talep kılıp, pasport talep kılıp diğerlerini bana öteme yo'qlamaya ayakka deydigan bir o'ng taraf kerak bizga. Ama sol tarafdagilar bu shundan menga mas'ullar berishib, uni tarix bularga berib pishdi bahani keyin. Anglicha tarixni qo'ymasak balki o'zimizni echib tashlab beramiz xalqning oldida yer kelganda ba'zi narsalarni. Shunday qilsanglar, o'ng sol bo'lish kerak da'vo. Mustaqilchi kuch bo'lish kerak. Uniki avrishim o'ynaydigan kuch bo'lish kerak. Bu bizning avrishimlarning beli bekli avrishim bo'lib ketdi, shu ishib ketdi. Ameliyatda mesela Dünya Uygur Kurultayı'na men siyaset belgelesem qanday belgeleyim desanglar. Taktik vereyim bularga. Öz taqdirini öz belgeleş yolunu mağdı. To'g'ri. Çünkü bu yerda strategik iniqsizlik bo'ladi. Strategic ambiguity deydi buni Amerikaning Tayvan siyosati. Bu yerda qanday qilamiz deganda mustaqillikmi demagan bo'lsiz, avtonomiyami demagan bo'lsiz. Çünkü ishki öz taqdirini öz belgeleshmi, tashqiymi deb adını taşlap koyup mağısız. Bu to'g'ri. Öz taqdirini öz belgileş yoludan menish to'g'ri Dunyo Uyg'ur Qurultayı'nın. Bir tutuqsiz, idiqsizlikning ichiga kirib elib, asli niyatni oshkorlamaslik. Bu to'g'ri narsa. Ammo indigenous people bo'lgandan keyin öz taqdirini öz belgilashning ishki öz taqdirini öz belgilashga bog'lanib qolasiz bo'ynimiz. Bu vaqtida idiqli avtonomiya cho'ksin bular. Shuning uchun men siyaset belgeleydiğim bolsam Dünya Uyg'ur Qurultayı'na öz taqdirini öz belgeleş mush iniqsizlikda mağmiz. Ama dünya niminin Uyg'urlarning birdan bir vakili degan narsadan voz kechib, o'ng tarafda mustaqil chiqanatning yetilib chiqishiga yordam qilgan bo'lardim men.
Çünkü kamiyani toluqlaydı. Onun kendinden o tağdaki, bağdaki birilerinde terörçü, merörçü degan gapni demeysiz. Çünkü kuni kelganda bu adamga shu tağdakilarga kerak olurdu. Bunu terörçü mesela qaranglar, ben bir savol so'ray. HDP PKK'nın terörçü demdi. Parlament qaranglar, yana bir qaranglar. Demdi bir qitim terörçü degizanadi bu HDP'nin PKK'ni HDP'nin ağzıdır. Demeysiz. Onu qaqibiq bu deginiz kelmisimi, hech nima demeysiz. Mushunda turib olasiz. Xalqaro sahnada bu. Oddiy narsa o. Jimmada turib olasiz. Bizninkilar bilamsizlar 5-6 yılın aldıda şu anımanızını gösterdi özünün adamını özü tillab terörçü merörçü. Bunda qilmaysiz, cevap bermeysiz, jimmada turib olasiz. Mushunda bir siyaset tuzib, o'ng tarafdagilarmi yashay oladigan, yetilib chiqa oladigan, harakat qila oladigan. Başqa yerdagilarmi, ko'rikdikimi, bog'dikimi, tog'dikimi o'z oldiga harakatini qildigan, ammo o'rtaq manfaat uchun, o'rtaq narsa uchun parallel ma'nodan bir narsa shakllantirishga men yordam qilgan bo'lardim. Qurultayga siyaset tuzdigan shu bo'lsa. Ammo bu bizning qurultay o'zidan boshqa hech kimni yashatmadi bugungacha. Beshini ko'targan bilamsizlar, qiyratishlar. 2010 yılı, şu Ürümçi 40 yılı bulup 1 yıldan keyin biz Avustralya'da yaşlarını teşkillep çıkıp, Şərq Türkistanlıq bir yaşlarının teşkilatını kurup, bugünden başlap ayrım bir yol mağayla desek, Amerika'dan telefon gelip takılgızı etkemiz o teşkilatlar değil. Değil mi? Cemaatini bölüse, bizning ruh üstümüzsüz teşkilat kuruşka bulmaydı. Bunda da var bu, bütün monopol kalalıkçı. Hazırmı şu, Sydney'dim şu, Adelaide'dim şu, yan bir yerdim şu, cemaatini bölüşkü bulmaydı. Ve cemaatini bölüşkü bulunsa, ma indigenous people'ı sen düşendirip koyan da olsa kurultaya. Sen düşendiremezsen bölünsün bu cemaat, ne mi bu? Hemsini bir yere toplap, ekilip kurultaya boynumuzdan bağlap kırdıgan silah kim o? Şunun için, hepsi onun vakti geldi, bizim o vakti 21-22 yaşlık mallar tikemiz, hem de 33 yaşlık adam yoktu. En mühimi, özümüzde şununla yalğız his kılattık bunu. Bizle okşayımız. Ama hazır onda emas ki, hazır köse bütün dünyada bizge okşaş oylaydığın kıyırdaşlar bek köpke. Nurluğun ki emiriyatı. Biz köpsallık kemiz emiriyatı şu. Bu yalğandın köpsallık yarıtı varan bir teşvikat yardımları bilen bu bir işke bu kurultayının köpsallıkını vekillik kıldı diyen bir yalğan eski. Şunun için önemli. Benim en ahirki gipim kıyırdaşlar. Bu cidellerinin değil, yani bu talaşlaşının çıkışına bir şey sebep olmayan bir adam var. Üniversitedeki Tuğluk Hamid. Tuğluk Hamid çıkıp, bular şunda kıyıtıptı, bizden hatta bir gibi var, toluk düşenlerden demiş oğlum, bizden ağvattan kıyıptı dep sözlettik ya. Şunun ki ben çıkıp kıldım. Yani bunun sözler var, beni bu yalan Musa bu işte pasatçı olsun, sözler var, rast olsa Allah sizlerin balarınlarını versin diye ekranınızda. Ve bugün köydüğümler perindaşlar, Tuğluk Hamid'in davatını rast çıktı. Hem de bir sual soranlarda, o piştini pasatçı mı ki? Ya bulanıp Allah balasını versin bu. Üzerine kararını verin. Hem de yeni bir iddiası var, onun ağabey sözler var, o iddiası rast çıksa hem de Aleyşehir'in bu Kurultay'a nemi deyiniz hem de. Benim gibim Tügüde Ahmetcan Üzemmi Ravrus Çarçı'dım. Rukiya. Oturvaktımız bence düşeydi. Yeni bir programda da kısak oldu inşallah. Rukiya Turmuş Hanım tutman kıp kaldı bir tutman avaz anlatın. Hello, assalamu alaikum. Aleykümselam. Anlavatımız avaz anlatın. Gep kılan. Program devam kılatamdı ya tügünmüğüne sual. Gep kısmımız boldu anlatın. Gep kılan. Birisi bayağı sordu şu bu unda qilib bak xalq ham bütün xalq qayg'urib ketgandek unda bir qo'rqinchli ish emas. Dunyo qurqurdi bütün xalqqa vakillik qilmaydi ulan degan hisob emas deb bir narsa avatib qo'ysak bu ish tugaydi deb boshqa dedi-ku. Menimcha bunda oddiylam o'ylab olsak bo'lmaydi bu ishni. Bu ish ham oddiy ham murakkab ish, ham shunda bir narsa avatish kerak bo'lsa diyor degandek imzo to'plab avatish kerak bu to'g'ri. Ammo unda qilib unda bo'lsa u tashkilotni vakillik qilolmaydi, bu tashkilotni vakillik qilolmaydi degan narsa kelib chiqadi. Ammo kim vakillik qiladi? Chunki bizning qilayotgan da'volarimiz
Sharqi Turkistondan iborat bir davlatni qaytarib olish da'vosi, chechilib yurgan xalqlarning inson haqlari da'vosi emas. Shunga Sharqi Turkiston xalqiga vakillik qiladigan bir organ o'tirg'i chiqishi kerak. U vakillik qilmagandan keyin bu bir tashkilot, u bir tashkilot bo'lib, yuzcha tashkilot o'z ishini qilishsa, bu yerda bir davlatningki manfaatiga, ya'ni kelgusi davlatning, shu davlatda yashaydigan xalqning da'vosini qiladigan bir to'g'ri institution shakldagi bir organ o'tirg'i chiqmasa, bu yerda bu davlat da'vosi, ya'ni mustaqillik da'vosi qilınmaydı. O çağda bir insan haqları da'vosi hisoblanadi. Shunaqa bu gapni deb qo'ymoqchi. Ondan keyin yana bir gapni desam, bayana xato tushunolmadim. Delyardan birisi so'radi, bir savol so'ruvchi, siz nimishki bu ishni shunda uzundan beri bilib turib, endi o'tirib chiqardingiz deb so'raganda Delyar dedi, hamma narsaning vaqti bo'ldi dedi. To'g'ri, hamma narsaning vaqti bo'ladi. Men bu savolga men javob bergan o'tgan so'radi, xalqlar so'raganda o'zimning so'zida siz bilan chiqqan programda. Ondan keyin Delyar dedi, bu ishni avval yepiq maslahat qilib hal qilmaganda unga o'tirg'a chiqayli deb Nejat Turg'un va Ruqiya Turdish bilan bir yil suhbatlashdik. Undan keyin bo'lmagandan keyin o'tirg'a chiqdik deydi. Men agar xato tushunmagsam, xato tushungansam Delyar tuzatsin. Acaba biz dunyo huquqining Delyar suhbat o'tkazadigan Nejat Turg'un va men shundan muhim odamlarmi? Biz dunyo huquqiga vakillik qiladigan odamlarmi? Bu Delyar bunda suhbatni o'tkazmoqchi bo'lsa, dunyo huquqining beshi bilan vakil bilan suhbat o'tkazish kerak biz bilan. Acaba biz to'sib qo'ydikmi bir yildan beri Delyarning bu ishni o'ttirib chiqishini? Bunda bir narsa chiqdi. Agar to'sib qo'ydigan ish bo'lsa, nima uchun Ruqiya Turdish o'z vaqtida naq maydonda qarshi chiqibdi? Nima uchun 2014 YouTube'da bu to'g'riliq Indigenous People to'g'riliq nutq so'zlabdi? Nima uchun 2018 Indigenous People to'g'riliq uzun bir maqola yozibdi? Nima uchun kitobida bu masalani kirgizib, Ulus degan kitobda buni xeyli tafsili yozibdi? Agar to'sib qo'ydigan ish bo'lsa, nima uchun bu ishlarni qildi? Bundan degan savol chiqdi bu yerda. Agar men Delyarning gapini xato tushunolmagan bo'lsam, bizni to'sib qo'ydi deganni imo qilib gap qilayotgan bo'lsa, bu savolga javob berishni umid qilaman. Rahmat. Sizga rahmat. Birinchi savoldan kelaylik. Birinchi savolda rahmat Ruqiya xonimning nimasiga savoliga. Birinchi savolda ular vakillik qilolmaydi degan bu narsa hech kim hozir dunyo huquqiy vakillik qilolmasa kim vakillik qila oladi dedi. Mening javobim hech kim vakillik qilolmaydi. Chet eldagi Sharqi Turkistonliklarga vakillik qiladigan ishning qoidasi pek oddiy. Bu Kanadada ya Avstraliya, Amerikada yashagan odamlar uchun bundan murakkab ish emas. Saylam qilsa xalqning orasida kim jiq bilet olsa shu vakillik qiladi. Bu oddiy. Sen vakillik qilmaysan, men qilaman deb bo'pining jedinlik qilishning hojati yo'q. Oddiy, saylam tugadi. Agar xalq bilan saylam qilamsa, tashkilotlar bilan qilish kerak. Har bir tashkilot son berib qilish kerak. Ammo o'tgan saylamda yog'in shaklda emasda. Masalan, Avstraliyada saylam bo'lganda hech kimning xabari yo'q. Avstraliyada saylam bo'libdi, vakillarni saylabdi, hech kimning xabari yo'q. Bilet nerede tashlandi? Qancha odam qatnashdi? Qancha bilet tashlandi? Kim qancha bilet oldi? Hech kimning xabari yo'q. Gollandiyachilarning xabarini bormi? 5-600 odam yig'ilib vakil saylami qildimi? Hech kimning xabari yo'q. Unda bo'lgandan keyin u saylamlar bu xalqning biz xalq vakillik qilamiz deyishning rasmiyati bekandi. Bir saylam qilsiz, ammo muhim narsa xalq sizni tushirvatsimi, qabul bilishingiz kerak. Ben tushibdi deysiniz. Shuning uchun hech kim Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi hozir. Hammalarga vakillik qiladigan sistemani qanday qurib chiqa olamiz? Oldi bilan o'ng so'l ikkiga bo'lamiz. Ikki taraf saylamga kiradi xalq qarshisida. Xalq kimni saylasa shu vakillik qiladi. Oddiy. Yoki biz ikki taraf birisi vakillik qilsa, ikkili taraf 20dan yo 30dan odam chiqarib, biriga kelgandan keyin bu vakillik qiladi. İlla bu qog'donmidek bu yerda qetib choplashib turgan bular bizga vakillik qilish kerakmi? Ya bularni tushagi bo'lmasa, yo bu saylamoq nimqa bo'lmasa, Ruqiya xonim hozir bularning vakil bo'lib saylandi, bormi deyishinglar. Bu yerda yolg'iz bir odam emas, bir muncha vakil bor bormi? Bunda bizga vakillik qiladi. Endi ikkinchi savoli, Ruqiya Uyg'ur qurultayning nimasini ko'rishganda Ijatlı sözleşti, bu Ruqiya Turdish sözleştim dedi. Biz onu to'sib qo'yib tutma deydi. Bu yerda Xitoylarning bir gapi bor. Uyg'urchasini men topolmayman bu gapni. Men Zizodo uchun deydigan bir gap bor. O'ziniga
eli bilişçe gapdi. Özünü özü oylu biliş. Yok, ben Ruqiyat Urduş ya Nijatov'un tosup koy dediğimi de bunu tosup koyuş kumu sizlerning o kurultayning içinde elbette salayetlerim yok. Ve bizning tosup koyuşluğumu yetmeydi. Biz zaten Erkin Ekrem Efendim'den Dolkun Eysa Efendim'gacha hemmisini bağırdık zaten. Hiç kim tosup koymaydı. Bu yerda özüngizge ilvag'ib bir huduksirash nimasi bu his qildim. Bu ayıplayatma emaslarni, faqat da'vatim. Dünya Uyghur Kurultayı'nın Türkiye'deki ma'arif teşkilatlarının ve Uyghur Tadqiqat İnstitutu'nun yaşları var yığında ben bunu dedim. Bu yerda bu şey hemmeyle var. Türkiye'de isim birden atsam hemmesi var. Mesela Türkiye'deki ma'arif teşkilatının yaşlı vekili Abdurreşit Ebib var. Eminim Uyghur Tadqiqat İnstitutu'daki Mevlam'dan tutun hemmesi var. Bir de atap bersem Ruqiyat Urduş Hanım'ın Nicat Yalgız kalıp dep köngüge vargamsa Dünya Uyghur Kurultayı'nın Golden Boys'e 6 milyonluk jigit gayur var bu yerda. Ben bunu diye yerda. 6 milyon dolarlık yetiştirip çıkan balısı. Onu deyken kim var? Şu hemmesi var. Aşağılarda ben dedim bu gapni. Manda müstakillik hukukunuz kesilip boptu. Bunun bir yolunu bir narsani qilish kerak. Bu yerda o'tmadi. Ondan keyin Dünya Uyghur Kurultayı'nın üstündekilerge değişiktirishdik bunu. En ahirisi ben bu yerda bu işlerin kanuni tarafını, keynini, aldı keynini bildik adam. Muavir reisi Erkin Ekrem Efendim'le ayrım sözleştim. Boptu bunu hazır cidel çıkmasın makul, közümüzde yumup duraydı. Bunu bir aldırmayı bir yıllarca unutuldurup bir kılışımız için Dünya Uyghur Kurultayı bu yer kiriştim toxtuş gerek. Yani cidel çıkarmayı yanının işçide el kısa, halkı demezdi bunu. Dünya Uyghur Kurultayı bu yerge davamlıq beriştim toxtuş gerek. Ve tiniş bir şekilde şu dokulatını özü izip biz indigenous people emaskenmiz, biz bir occupied nationkenmiz degenden tiniş izip bunu tapşırıp bir yerden çekinip çıkış gerek. Bulardı bunda iradeni köbü geldikken mi? Hata kıptık çekinip çıkaylı degen narsini köbü geldikken Erkin Ekrem Efendim'den en aklık sualım şu, bunu kayıt dağıtımı. Bundan kim bunda hatalıkla bulmaydı kalıyor. Bu hatalıkla cinayet emriyetti. Bunda dersinin yeni bir kayıtım setilmaydıganımız diyen gapni oçuğun degende. Kanda garanti verisler, kanda kipillik verisler. Yeni bir kayıtım birisi gelip manda bulunlatsı makul dep satmak ediyorlar bana. Desem o gap hoşyak mı düşün? Ay deydi. Bu ay deydiğen mesele mi şu? Yeni bir kayıtım satmaydıganını kanda biliriz. Dünya Uyghur Kurultayı hiç kimden haberi yok. Eğer biz dikkat etmezsek yeni bir halkaralık müstakillik asunmaydı. Bular çokum hatta onu da ötep çokum taqdiyaş gerek, ziminde Xitayga berip ötiş gerek degendek bir kanunni akirse Xitay. Onun kendi onunla inedi bizning indialdan davatı dep özü gelip elip bunu bizning Uyg'urlarga silib bağımlı bir azab kirvesanlar dese biznikiler yani bir dokulat yazıp yeni kirsen Uyg'urlar Ürümçi şehir içinde yaşayanmay bu indigenous pulni taqib köçep çıkışga mecbur qalam dokunan ekan. Bunun aldığını qanday alımız yani. Nimme dese lebbey hocam deydiğin sizlerdeki bu kötəmçilik, bu kulçuluk mijazının qanday aldığını alımız. Ve bizning menfaatimizga ziyonli yo'q, bu to'g'ri emas, biz qabul qilmaymiz deyishni qacha uygunusizlar. Chet ellikning ko'tarib kelgan narsaning hammasi foydali bo'lavermaydi Uyg'urga. Bunun foydaligi va ziyonligi bor. Mana siz ziyonliga qaytarayotimiz, mig'nasi foydaliga qabul qilamiz deb süzdüşünü bilmemsizlar. Chet ellikka inedining yapjiyani chet ellikka kelib po'qiya desa yemsizlar. Şuna bunu çıkışının sebebi bunu umşaydıgan bir niyet yok, bir irade yok, bir istekli kömüdüm ben. Yani onunki xatarlik tarafı bu da yeni bir kıtım buluşunun aldığını alaylı diyen bir istek yok, bir niyet yok. Şunun için. Hem de halkım, qeyrintaşlar, Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi bunda bir Xitaylardan bizge bunda hücum kevatı dep ima qıptı ya bizni. Hem de sizlerge yeni bir sual koşuldu. Abay xabarga chiqqandek Dünya Uyghur Kurultayı Xitaylarning menfaati uchun uyg'un degan reisinglar kim o? Shu yuqori darajalik boshlig'inglar kim o deb so'ranglardi. Nega vas shu yerni so'ranglar. Kanadaga boramdikan nega bordiki? So'ranglar shunga javob bersin. Mening nimam bu yerda tugdi javobim. Ammo
burun yalloq biraz qo'zg'alyapti-da. Asta nashtlarimni qilaymi Ahmedjon? Tamam. Suallar yana jiqken, men hozir kontrol qilib bo'lamadim. Mana jiq ko'ydi insonlarimiz. Shundan ko'rinish bo'ldiki, bugungi programmaga diqqat bergan qarindoshlarimiz sonining ko'pligi uyg'onishning bir shapsidir inshaalloh. Biz hozirga qadar shu haqiqat sadolarini yangratgan insonlarimizningki sakrab chiqib yoki qaynab chiqib, undan keyin yerib to'xtab qolgan ahvolni tarixda jiq ko'rdik. Ba'zilar hamidi, ammo yolg'iz karvon, yolg'iz at hisobida chang chiqaramay, dang chiqaramay, yani yo'llarda davom qilayotganlar bor. Diğer kardeşimizningki bunday bir şekilde bugungi kunlikda chiqishi bir millatning baxtli qilish umidini qilamiz inshaalloh. Eng muhimi xalq bo'lish kerak kayinida. Bu sadalar, bu haqiqat sadalari, bu ilgi chiqish sadalari sizlarsiz bo'lmaydi qarindoshlar. Ko'rayotgan qarindoshlar, sizlar o'zinglar oz saqlamanglar. Hech qanday bir tashkilotning orqada yüzlerce adam yok hazır. Çünkü hemmeyle aslidagi davaga yaqin maslashmadik yoki bedel to'lamadik, hech qanday qilmadik. Men bu yerda tashkilotlarga bir haq berishni to'g'ri ko'raman. Chunki biz o'zimizning shanba-shanbalari boshqa turli tapovatlar bilan malashligimizdan bo'layotgan chaqlarning o'zida ashular topib kechib, yo'l ichib, putu yalangoyoq manga yurib, yanchiqib pulni xajlab yurib, bu yo'lda menga bugungi yo'llarni ochgan. Ama sebebi bu iş pulsuz mağmaydı, dava pulsuz mağmaydı. Pulsuz beğenmediğinler, halk pul beğenmedi. Beğenmediğindeki nereden kandak kıladı bu? İşteki o bir basış lazım. Şu an yola çıksan, yol çapı topsan diyenken Kudayım bunun maşa ayaklarını everdi bu teşkilat rehberlerine. Şu an 5. silah ceryalarda maşa ayaklarının arasındaki deccallağını aldınıp ketken buluş ihtimallığı var. Ondan başka biz aldığım katım Dilyar Efendimiz'den elip bağın istihbarat qanday ishlaydi degan programmaning ba'zan qismlarida sog'lom insonlarimizning ham tehlikali ehtimollik bo'lgan omillarni sanab o'tdik. Inson bo'lish sifatimizning har xil ehtimolliklar yuz berishi mumkin. Vaqtning o'tishi bilan agar biz o'zimizning haqliq davosida izchillikda ching turolmasak, bizning beshimizdagi sog'lom odamlarimiz ham xuddi zavodda yangi chiqqan molni yaxshi ishlatolmay buzilib qolgandek buzilib ketish ehtimoli bor. Bu o'zimizning bag'riga bosishlik bo'lgan xalqimizningki fidakor insonlarimizning vayron bo'lib ketishiga yana oxirida kelib o'zimizdagi li bo'shliq, o'zining ishiga optib qo'ldanadigan, kar olmaydigan, bedel to'lashdan qochadigan bunday bir millatligimiz sabab bo'lib qolgan omillarning ichidagi muhimlardan birisi hisoblanadi. Biz kechmişte qilmabdik. Xitoy bizga do'stlik to'ylibdi. Biraz yumshoq muomala qilsak yoki tishiga tegmasak, ani qilalaykanmiz, mani qilalaykanmiz deb aldandik. Tamlarımızı gül çıkarıp ettik. Bugün Avrupa'nın mabişinin abişini mansak, biz Qashqarning bir şehirçideki bir adli bir ticaretçinin öydeki bir öy köymeğimiz. O kadar haşametlik daskallarımız var, meşreplerimiz var, hemen neslerimiz var. Biz bunun içinde aldandık. Xitayning qaysi kun bir nemis programmasini ko'rib qoldik. Bir taktikçilerden birisi de hemen nesini qo'yib berib, tarixni bilmaysa, ang oldi bilan degan. Bu ezelden bizning edi degenden başlangan, burmalangan tarixiy sukut qilishning natijasida bizning tomoqlarimizning har bir tutgan tomoqlarimizni tutishiga sukut qilishning natijasida bugungi o'limlarimizdan oshkora chiqib turgan. Agar bugungi sukutimizdan davom qilsa, aytki bizning o'limimiz qanday oshkora chiqadi, qanday bo'lishi mumkin? Silkinishimiz lazım. Bunun için Pidayla ekran namıdan Dilyar kardeşimizga yana tebriklaymiz. Bu şundaq bir himmetke bel bağlığını üçün. Bu yarımaç desek bo'lmaydi. O g'aflat qolgan millatning uyg'unishi uchun o'zining fidokorlikdan o'ttirib chiqqanligini tebriklashimiz lozim ekan deb qaraymiz. Ham tebriklaymiz, olqishlaymiz. Bundan keyingi ishlarning o'ngishli bo'lishini şunun bilan birlikte bu uyg'unishning bütün Sharq Turkiston xalqiga tutishini, mushu tutishish ma'nosi bilan inshaalloh 3-qatimliq mustaqilligimizning qo'lga keltirilishiga sabab bo'lgan, hayotimizga ma'no va qimmat beradigan saviyadagi kurash inqiloblarga, badallarga, tarix yoziladigan, tarix betlariga izimiz qoladigan ishlarga Alloh hayotimizni sarf etgan nasib qilsin deymiz. Efendim rahmat Dilyar Bey. Ahmet Bey, rahmet. Ahır sizden alırsınız.
Barlıq Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, ekran aldığındakı barlıq qarindaşlar və bir qism indigenous people. İnşallah qarindaşlar ümidvar bulunlar. Mən köp dep kelyapman. Jiq avaz müşaqda oxşaydı da böyle labadın avaz çıng çıqqan yerga qarab beriş emas, to'g'ri tarafdan berish kerak. Çünki tarix to'g'ri xatoni yomon tez arib qo'ydi. Bo'libmi bizning nimamizda yomon tez o'tirib chiqdi. Uningdagi mening qarindoshlarimizdan masalan ingliz tili biladigan, shu bilan izlanadigan qarindoshlarimizdan mening bir talabim izdeniş nimisini biraz ciddi alsak, bir narsani izlensek. Çünkü biz bir narsani tashlasak, UN'dan, yana bir yerdan, asli manbadan ilib tashlasak, bizning oldimizga Wikipedia chiqadiganlar bor. Chunki bu bizning mutaxassislar bayqaydi. Wikipedia degan narsani g'arb universitetlarida birli Wikipediadan manba bersangiz nol olasiz. Uni hech kim e'tirof qilmaydi. Google'ga yazıpla aldığı çıkan tuncu nersi bilen kelmaysiz, avval bir okuyduğun işler var. Şunun için benim qarindaşlarımga, Şərq Türkistanlıq qarindaşlarımızdan şu til biladiganlarga meni deydiganim biraz izlenişini biraz aldın qorun qo'ysak. Chiqibla hissiyatımız bilan to'g'ri xato deb ahkam kesmay, hukm kesmay, avval bu davanın tarixini bizdan baxsak. Sürgünlük hükümetini bizdan baxsak, Dünya Uyghur Qurultayının quruluş tarixini bizdan baxsak, Rabia Qadir Xanımның chiqishini bizdan baxsak, tuncu olub chiqqan vaqtdagi BBC'dagi nimisini bir ko'rib baxsak, uni kendi 2007-yılı İştihadiyada Tuncup Abtonomiya degan adamning Rabia Qadir ekanligini bir bilsak, bu davada Tuncup Abtonomiya degan adam Rabia Qadir mediada. Undan burun erkin olib tekinmum Abtonomiya deb jur'at Germaniyada, ammo unda ochiq ekranda chiqish kursida bo'lgan bo'lsa kerak balki. Shuning uchun bu davaning o'tmishini bilmay turib, biz avtonomiyachilik bakiya deb e'lonni berib tursak, bizning nima deydiganimizni bilmay turib, pishni pasat deb ahkam kesadigan, fatvo pishadigan qarimlarimiz bor ekanda. Uningda ovozini qo'yib berdim avtonomiya olamiz degan yig'inda. Bilet tashladı, Gollandiyada ovozga tashladı, Amerikada ovozga tashladı, avtonomiya olamiz deb cho'g'lar shu vaqtlarda. Xalq yo'q dedi. Shuningdek xalqdan qochadi bular. Xalqni ina kelmaydi. Shuning uchun avval bir izlansek, bunun tarixini bir ko'rsak, hamda bu shunchalik deb turay buguncha, lekin gapchi qarindoshlar, chiqargan narsalar jiq. Bu davanın bir tarixi var, 70 yıllık tarixi, G'arbda 30 yıllık tarixi var. Bu tarixdan minib o'tgan yerlar bor. Ularni bu davat burutun ba adamlar, yoshlarni yendi tuğanlar biladi. Shuning uchun chiqiblar ko'rgan narsamiz bilan hissiy qaror berishga oldirmasak, biraz ko'chilsak, biraz izlansak degan orzuyim bor. Chunki buni deyishlik sababim xalqni yetaklashga, xalqni yo'l boshlab minishga 1 ya 2 ya 5 adam yetmaydi. Aydınlar, uyg'oqlar, kallası ochiq adamlarning izlanishi, buni tepib chiqishi, qalam yezishi, buni xalqi yeyishi, bu nurg'un adamni talab qiladigan narsa. Bir qancha adam yetishmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, mushu yerda biraz izlansak, ko'rsak, biraz aktivroq bo'lsak, xalqimizni billa texnik keng doirada uyg'ota olamiz. Masalan, hozirgi vaqtda bor inglizcha bor qarindoshlar, şu indigenous people'larning 46 moddalik nimisini Uyg'urcha bir tarjima qilib qo'ysanlar, so'zlarni bek to'g'ri shiltinglar degan o'shada chatoq chiqadi bizda hukm almashtirganda. Texnik ingliz bilmaydigan texnik ko'p qarindoshlarimiz o'qib baqsin. Bu modda Uyg'urlarning xato qilib kirib qolgan nimalik bir qonunmi yoki bo'lmasa o'rmonda yashaydigan yovvoyi odamlarning qandoq ko'rik soladiganini, qandoq ormanda qanday yaşaydığını, hükümetlerinin daraxtlarni kesishdan burun ulardan qanday ruxsat so'rash kerakligi, uyni qanday yasaşda ularning o'zi qaror bera oladiganligi degandek moddalarni o'z ichiga olib, Uyg'urlar bilan hech aloqasi yo'q. Bir yovvoyi odamlar uchun chiqarilgan bir narsaga Uyg'urlar 5 qavat madaniyat jihatdan 4-5 qavat yuqoridan tuvanga tushib, bu yerga kirib olgandek narsa ekanligini xalqimiz bir tushunsin.
Aboriginallarning yoki indigenous people'larning yer deganda Abay xonimi dedi right of land deydi. Bu mustaqillikdagi davlatning tuprog'i emas. Ularning yer deganda bu avval aboriginallarning jamiyatshunoslik ustidan bilish kerak. Bu odamlar yerga e'tiqod qildi. Bu odamlarda yer bilan bir diniy munosabat bor. Shuning uchun bu odamlarga har qaysi jismlarga e'tiqod qildi, ama yer eng muhim narsa bular uchun dinda. Shuning uchun aboriginallarning ya yerli xalqlarning yer bilan bo'lgan munosabatini bizning xalq bilan mustaqillik munosabati deb qator tushunib olmasligimiz kerak. Shunga hozirgi gapimni xulosalay. Xalq uchun nurg'un qalamlarga, xalqni yetaklab berish uchun nurg'un qalamlarga, nurg'un oydin insonlarga ehtiyoj bo'ladi. Vijdonliq va oydin insonlarga. To'g'rini to'g'ri deb tura oladigan, xatoni xato deydi. Shuna deydiganim shu oydinlarimizga ehtiyoj bor. Shular chiqish kerak endi. Qalami bilan, so'zi bilan deganda. Shunga izlanishni kuchaytirib, oldiga dadil qadam bilan chiqsanglar, to'g'rini ko'rgan, to'g'ri desanglar, xato ko'rgan, xato desanglar. Qiyomatdagi nimamiz uchun, qayoqda turdig'imiz uchun. Shuning uchun men gapim tugadi, Allohga rahmat deyman do'stlar. Bir nuqtani qo'shib qo'yish to'g'ri keldi. Telefon kelyapti, telefon ilishim kerak. Andan keyin to'xtatildi. Yani bir qarindishimiz 2019 yılı Indigenous People nima 2000 Indigenous haqidagi taklifni loyihani qabul qilgan vaqtida 300 ming euro nima dollar atrofida berar ekan. Ama 2019 yılı tasdiqlangan chog'da biroq 890 ming dollar beribdi degan bir xabarni bir qarindishimiz alayda eskartibdi. Bu bir diqqat qilish deyishgan nuqta ekan. Nima uchun bu qadar bo'ldi degan shaklda. Bir telefon bor, shu telefon oxirgisi bo'lsin, shundan keyin program to'xtatildi. Amerikadan İlyar Şemsiddin efendim telefon uribdi. Deyk. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aleyküm assalam. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Ovoz anglayapmiz, gap qilamiz. Suhbat vaqtida Sharq Turkiston Yoshlar qurultayining raisi Dilyar Musaboyevni tabriklayman. Ham Ahmad Bidoyi qarindishimizni men aytımdan suhbatlayib berilyapti. Bir narsa qo'shim chiqib qo'yay dedim, vakil masalasi kelgan chog'da. Endi biz Sharq Turkiston xalqining ko'p sonligi 90%ni bunun persini yine kurmayma işte köp sallıkı vatan diye söyledi. Şu an vatanın sırtıdakiler bizden davarımız hakkında hatta vatanımızın ismini almashtırış mı hukuku yok, karar veriş mi hukuku yok. Tanrı Dağlılarının şimali ve cunubunda Cumhuriyet'in özü şu milletin bir referandum hesaplandı. Biz müstakillığımızı ilan kıldık. Müstakillığımızdan ayrıldık, düşman tacavüz bilib oldu. Halkımızdan bizge ko'rsatgan haq huquqiy meşru yolumuz müstakillikten başka narsa emas bu yerda. Biz ularga başka bir kararlarını berish huquqimiz yok, çünkü biz ko'p sonliq emas chet eldagi bütün Uyg'urlar yig'ilsakmi. Shu bilan demoqchi o'g'lim bu millatimiz o'z vaqtida bu qarorni berib qo'ygan, biz shunga varis qilishdan boshqa hech qanday haqqimiz yo'q. Eğer bu yolga minib qalsak, degan bu shu. Fitna hüküme berilip bo'lgan masala ustidan so'zlashning o'zi fitna bo'ldi. Bizning masalamiz hüküme berilib bo'ldi, biz mustaqil bo'lishimiz kerak degan bayroqni tiklab bo'ldik, istimni qo'yib bo'ldik, qonunlarimizni o'z vaqtida tuzib bo'lgan. Shuni asliga keltiramiz. Da'vodan qo'ldan ketgan narsani qaytarib kelishning o'zi da'vo bo'ladi. Menimcha xushim chiqib qo'ydiganim shu, to'la davom qilsin. Nayt yaxshi ketib bordi, rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Rahmat. Qarindishimizdan fikr berganiga rahmat. Endi o narsa chiqdi-da, men oxirgi jumlani qo'shib o'tay. Ma'lum mustaqillik degan shu ismini o'zgartirish haqqi yo'q dedi-da, u ashaga bir qo'shimcha berib o'tay. Qo'shilmaydi degan gapni o'ylamisiga. Bizning da'vorimizga Uyg'ur eli degan gapni nadin kim tepkirdi? Bu shu fitna, Uyg'ur eli degan fitnaning naq o'zi. Nerede şunlar gap var? Qaysi kitapta şunlar gap var? Qaysi tariximizdeki qaysi materialda şunlar gap var? Uyghur eli Cumhuriyeti degan gap var mı?
Mahmud Qashqari bunu Uyg'ur eli degan men o divanni ichib ko'rsatib qo'ydim. Uyg'ur eli degan nima debdiki deb. Shuning uchun hozir qeyrinishimizning degandek bir narsani unutmanglar. Sharqiy Turkistondan boshqa har qanday ismni ishlatsangiz da'voning xarakteri o'zgarib ketadi. Chunki Sharqiy Turkiston ishg'ol bo'lgan zaminning butun materiallarimiz bor. Yana birisi debdi, Tibetninki bir topda debdi-da, menga avatib qo'yibdi. O'zi hiç bilaman bu odamlar. Tibetninki ishg'ol bo'lganning isbotlari bor-ki, ular 51-yil isbot ishg'ol bo'libdi. Bizning ishg'ol bo'lganimizning isboti yo'q-ki, isbotlab beqinglar deydi. Estağfurullah. Hey, Wilson Center aminasini ochdi. Xitoy Kompartiyasi yetish bo'lolmay bizni ishg'ol qilganga. Stalin ko'rishib, ishg'ol ishlatgan so'zi shu. Hatta Xitoy ishlatgan so'zi Xinjiang degan so'zni ishlatgan Mao Zedong o'zi. Ya'ni bizni ishg'ol qilish uchun Sovetning qanday askar yo'tkapagini, qanday qilib bizni tez suratda ishg'ol qilish kerakligi, asli Mao Zedongning kallasida Tayvan bor. Tayvanni olamiz deb bizni o'ylashmagan. Shuning bilan bu yerda Amerikaning bir davlat qurishga boshlaydiganlik xabarini yetkazib, tez suratda Tayvanni tashlab, Sharq Turkistonni ishg'ol qilish degan so'z va materiallar bilan buyruq berilib, Sovetlarning yordami bilan ishg'ol qilindi. Bunun isbotlay olamsiz. Siz mening oldimga keling, men ko'rsatib qo'yay. Bunda bir narsa bor. Buni o'tgandimi Clubhouse'dan bo'ldi. Bir narsani biz ko'rmasaklar, biz bilmasaklar yo'q deb turolmaydi qarindoshlar. Chunki bu dunyoda balki siz deb ko'rmadingiz. Masalan, menda bir narsani berib qo'yay. Qaysinglar er kishining bola tuqqanini ko'rdinglar hayotinglarda? Qaysinglar er kishining bir qo'sqi yo'g'ina bola tug'ilganini ko'rib baqdinglar? Ko'rmadinglar-ku? Er kishi bola tug'olmaydi, bola tug'ish deydigan ish yo'q er kishida deb o'ylaysizlar. Google'ga yozib beqinglar, Avstraliyada 156 er bola tug'di deb yozib beqinglar ko'rasizlar. Qanday bo'ldi? Klinikalik o'zgartish bilan davolash bilan bolani er kishining qo'sqini yetildirib tug'digan ish bo'ldi Avstraliyada. Shuning uchun mening demoqchi bo'lganim nima? Bir narsani ko'zimiz ko'rmaslar bu dunyoda yo'q ma'nosiga kelmaydi. Bir narsani ko'zimiz ko'rmaslar biz bilmasligimiz mumkin degan bir ehtimolni olib qo'yinglar. Boluq Muhammad Shaqvali va Osiyo Uyg'ur. Biz bilmaydiganmiz bu narsalarni mala biladigan degan bir ehtimol olib qo'yinglar. Texmi rahatrak yashaysizlar, hammanimizda yuzinglarni tushunmaysizlar o'zinglar. Shuning uchun demoqchi bo'lganim bir ehtimollik olib qo'yinglar. Bu yerda ishg'ol bo'lgan narsani isbotlab bo'ladi, hamma narsani qilib bo'ladi. Hatto Chin sulolasining shu koloniya, naqmi shu kolonial tarixdagi kolonist deganga Xinjiangga yerlashganlar deb tarjima qilgan gap bu nimada, lug'atda. Bu narsalarning hammasi isbot biz uchun. Shuning uchun isbotlayolmaydigan narsa yo'q. Bu bir ishg'ol bo'lgan. İşgaliyetni nimeden başlaya alayımız? 1878 Yakup Bey'in ölgen vaktinden 1884 resmi Xitay işgaldi qalğandan başlaya alayımız. 33-44 nurg'ulagan narsa var. Bunu birleştirip işgal tarixini yazıp çıkış gerek. Ben 5 kitap yazış gerek dağıtıp şimdi dağıtmam bu. İşgal tarixini yazış gerek. Xalqara qanundagi asaslarımızı yazışımız gerek. Müstakil bo'lalaydi. Anda qanunlarla yolunu to'sib o'tganlar şu xalqaro qonundagi asoslarımızın beledi çepiyordu da paltı bilenço. Şunun üçün müstakillik davası bo'lib baxmidi bizde. Qilishga intilganlar bo'ldi. Ammo ularning birinchisi ishning tazı jipning uchun topamidi nereden başlash kerakligini, uningki yo'li kesib etildi. Her davomli cheqildi bular. Bu qaraqchi bo'lib yurmichi deb chaqdi. Uning nurg'un isbot vazir qilsanlar. Shuning uchun buningdeki hamda Sharq Turkistonning 10 qanoti mustaqillik harakatini manda qilamiz. Mama yo'lladi, mamamiz degan shaklda bo'linib chiqsa, uning plani, aminasi inshaalloh o'rtaq shaklda buni shakllantirib chiqarib bo'ladi. Uning drafti tayyor, zaten biz uni tayyorlab mama nuqtalarni avval hal qilsak, uningki mayol ma'nimiz degan narsani hal qilib bo'ldik. Hamda xalqimizga deydigan eng oxirgi jumla, qarindoshlar shuni ishoninglar. Bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultayimiz ziyorat qildi abay Dolqunaysa anda dunyo yo'qlik qurultaydan birisi bular Xitoyga foydali debdi degan xabarni o'qisanglar, bizni ziyorat qildi. Biz qatnashyapmiz, jihiyalardan yo'llarni ochdik.
Cık yerlerge kırdık, sözleştik ama şunu unutmaqlar. Sizlerning teşkilatlarınlardan mustaqillik degan gapni biz anglab bakmadık, hozirgacha degan gapni angladik biz. Siyasetçilerning her biriklardan. Ya bizim teşkilatlarımız şu qurultay kirib bir yürekli kaldı biz Şərq Türkistanın mustaqillik halayımız degan gapni deb bakmaptı iş yerda. Yine biz yaptık bu işlerini bilyapti bizde. Fakat mustaqillik degan gap her qitim qurultayning oldida teshidin bir o'qituvchilar bir bostursa mikrofonni tutib yag'indan Uyg'urcha maqsadimiz mustaqillik. Bergan bunaqa bayonotni qaranglar, Kanadadan bergan bayonotda mustaqillik degan gap yo'q, qachudi qarsanglar. Bizning oxirgi nishonimiz Şərq Türkistanning ozodligi, erkinligi, yarmishimligi deb baqidi. Independence degan gapni deyolmaydi, qo'rqaydi. Mustaqillik degan gapni deyolmaydi. Undan keyin ko'tarmachilar chiqib mustaqillik deb bayla ozodlik deydi deb yog'inni yasab turdi, tezisi oqmaydigan tezisi. Bularni ham tushuninglar. Bu niqob tushdi, yuz ichildi endi. Bundan keyin mustaqillik deyatamdi yoki avtonomiya ya erkinlik, ozodlik deb gapni yo'gayotamdi u yoqdan bu yoqqa. Bularni ham ayrim tushuntirishimizning hojati yo'q. Bundan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining nizomnomasini so'ranglar. Sen bizga vakillik qilsam, ekan nizomnomangda qil mustaqillik degan xat bormi? Ko'rqinglar. Şu qarindoshlar, mening gapim tugadi. Inshaalloh keyingi qitimliq programmagacha hammalar aman bo'linglar. Allohga omonat. Hammalarga yana bir qitim salom bo'lsin qarindoshlar. Bo'ldi, sizga rahmat. Hamma gapni uzartmaydi. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, program bu kadar bo'ldi. Bu yerda aqlinglarga, ya'ni samonlarga oxirgidan bir sep qo'yish tegishli bo'lgan bir mazmun. Biz nima qilyapmiz degan bir savolni o'zimizga bir qo'yaylik. Agar mustaqillik da'vosi uchun yoki mustaqillik nishonimiz uchun kurash qilayotganligimiz jazman bo'lsa, buning rasmiy amin yoki ishonchli mangayotgan bo'lsak, undaqda bugun inqilob seplarimizda bayroqtarlik qilayotgan yoki inshaalloh rahbarlik qilayotgan, yetakchilik qilayotgan, yelkan chiqarayotgan fidokorlarniki yoki qahramonlarning mushu lager boshlanishdan ilgari bayroqdan qochganligi qanchalik? Ashning bir qaratinglar qarindoshlar. Bugun ba'zan bu sapda zulmga qarshi turg'uvchilar bor. Bu jihatda biz uni qarshi turma demaymiz. Ammo qilyapti asli maqsad mudda mustaqillik bo'ladigan bo'lsa, ikkisini chalg'itib o'tmaslik lozim. Yani Xitoyning ochig'ini keltirib qo'ymaslik uchun o'zini cho'ng saqlaydigan, men deb qaraydigan, bu zulmga qarshi turayotgan, Xitoyning ko'nglini oyaydigan, hatto qo'liga uning ilkiga 108 palvonning taqdiri kelib qolsa, Sunjangdek yana sadoqat bildirishga tayyor turadigan insonlarni beshimizga kelib toj qilib ko'tarib mingab mustaqillik boramaymiz. Mujjatda aqlinglarni bir ichib qo'yinglar, ushqonlarlar bilan o'ylaydi demoqchiman. Mening tavsiyam bu kadar. İnşallah aldığımız günlerde yana yaxshi programmalarda xizmatlarga bo'lishga erishimiz qarindoshlar. Do'stlar, tavsiya qo'yishni, duo qo'yishni, targ'ib qo'yishni programmamizdanki kanal sahifalarimizga, do'stlik jamiyatlarimizga qo'shilib qo'yishinglarni so'raymiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.